أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى الركن الثاني في شروط العقد Anda nikah kelişiminin yani nikah tohtamının şartları kelsak o 3 fasıl var ekan. Birincisi avliya yani şu kızga yoki to'y qildiganlarga qiz yigitga deylar ega bo'lgan otalar masalan akalar degandek. Yani unda shun qiz yigitga deymaslik o'g'illarning kichik agar nikohlab qo'ygan chog'da buning valisi bo'lishi kerak. Qizning nomi emas. Undan keyin ba'zi sarang yo daldish mato bunday kishi bo'lib qolsa bunga vali ketadi. İkincisi guvaçılarda, üçüncüsü toyluk mehrede. El-fasl evvel fil-evliya ve-nazaru fil-evliyai fi mevadi'a erba'a. Bu yada 4 babda mülab bahs qilish kerak dedi. Allah'ın velisi degandek ya sopullah veliga evliya emas. Shu nikah masalasi qilan qizga yo yigitga ega bo'lgan kishi degan ma'no. Fi ishtirat al-wilaya fi sihhat an-nikah. Nikah to'g'ri bo'lish uchun shu vali shartmi emasmi degan masala. İkincisi fi sifatul vali. Bu qanda vali olsa andın hesap oldu. Mesela kafir olsa hesap olundu, fasık olsa hesap olundu. Yani mümin anda takvadar buluş gerekmiyor yani. Es-salisu fi asnafil evliyai ve tertibihim. Yani evliyanın ki türleri ve onun tertibi qanda. Mesela başta dadı vali oldu. Onun qası çoğun aka, onun qası ikinci kişi aka, onun keyin qası tağı degandek vali bir neçe bo'lgan taqdirda bunun oldin o'rin turganlar var. Ar-rabi'a fi adlul awliya'i man yalunahum. 4-chi bab ashu vali bo'lganlar qo'l ostidagi ega bo'lgan kishilarni, to'y qildigan kishilarni to'y qilishdan to'sqinlik qilib turilish. وحكم الاختلاف الواقع بين الولي والمولى عليه. Yani veli bilen bu veli anda şu kız ya yigitne to'yni qilmay ya o'ylab qolmay ya yatib qolmay turib oldi. To'sqinlik qilib turib olgan chog'da bu to'y qilmoqchi bo'lgan qiz yigit qoziga arashindan gap. Mening to'yimni qilish uni vaqtida to'sqinlik qilyapti degan ekan. Yani ixtilof bo'lgan chog'da uni masalan shu qoziga qildi masalan. Shunga o'xshash ba'zi ixtilofli kelib chiqsa, bu qanday bir taraf qilmaymiz. الموضع الأول اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط. ما birinci meselede nikah kıyanında veli buluş gerek mi bu musun bulamdı. فذهب مالك إلى أنه لا يكون نكاح إلا بولي. İmam Malik velisiz ona nikah bulmaydı da karardı. وأنها شرط في الصحة في رواية أشهب عنه. Muş velinin buluşu nikahının sahih buluşunun şartıdır. Şart sahih. Eğer şart kemal ya şart tamam da kalsa ha bulardı lekin taza mükemmel bulmaya kalan buldu. Nikah diyen. Peki şart sahih diyen ki muş bulmasa dürüst olmaydı. Xuddi taharat namoz uchun shart degandek. Shu taharat bo'lmasa yoki uni badilida turadigan tayammum bo'lmasa namoz bo'lmaydi. Shu shartning ta'rifidan undida ma yalzam min adamihi al-adam va la yalzam min wujudihi wujudun va la adam. Shu tartib adam cho'qi namoz o'qish shart emas. Farz namoz o'qigan bo'lsa o'zining ixtiyori nafl o'qishi boshqa. Ammo taharat bo'lmasa namoz bo'lmaydi. Demek İmam Malik bu şart sihha dedi. Buna şagirdlerden Eşhab rivayet tutken. Eşhab İmam Malik'in şagirdlerden birisi dedi. Ve bihi qala Şafii. İmam Malik'ten kelgan mush rivayetni İmam Şafii rahmetullahi alayhi tutgan. İmam Şafii'den İmam Ahmed muba. Mush olimlarning qarashi bu. Endi odatda darhol degan chog'da jumhur bunda qaraydi deb deyildi. Ma'lum ko'pchilik jumhur deb hisoblanadi. Demak bu İmam Ahmed, İmam Şafii, endi İmam Malik'ten kelgan bir rivayet. وقال أبو حنيفة والزفر والشعبي والزهري. أبو حنيفة والزفر ما أبو حنيفة شاقيت دو شعبي الزهري ده بولا تابعي له مشولان ده إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفءا جازة. Bunların karşımında ayol kişi yani mer'al aqile el baligha demişse nikahını özü kıttı. Yani yigitlerin deyişip bir yer böyle bir canınızı çıkıp başında nikahını ya imam nikahını kıptı mesela. Bunda xiyan bolsa aşı yigit Muşu ayolga nisbatan tang tush bo'la olsa. Albatta tang tushlikdan keyin buning o'lchami keng keladi. Mesela diyanatda, mal-mulkda, hasab nasabda yoki axloq fazilatda bor. Buni kasbda qanday narsaga e'tibor qilamiz, buni bahs qilamiz.
gadi dalilini aşın tam tuş bolsa, o çağda nikah hesap bulardı. Eğer tam tuş bulmasa, andın avelininki bu nikahı itiraz kılışak var. Mesela bir kız valla ya işkirde okuyurken deydi mesela. Adet bir şahı olsa ki kızını dahil bulması mümkün. Ürümçide okuyurken, işkirde okuyurken, uyardı mektepten, obdan, ahlaklık, Müslüman bir savaklışı bilen konuşup, şunlan, bunda türüye geçen de ya aramışlar kısalımızda en sırat. Toy kılayla deyişiptir. Peki ata-anası da ya halak kıysa ya soğutsa belki unumaydı. Bizim aldığımızda müşahede kılışardı. Ama akzalının ahvalını mecgitide ahvalı. Bula adette mektepte şeyden kardeşip ötüdü. Bu şimdi davamlaşırsa günah saldığı ahval var. Ondan ki bula halal türeyle diyen tarihinde bu işken nikah kıysa bu şu jigitninki zazı salayeti tam tuşkite kızvanınki tüven bulmuşsa bu şu nikah hesap dedi. Hesap bulardı dedi. Tam ya şükür olsun buldu. Şu tören bulatmamışsan buldu. Yaştan öldüğümüzde şu tefari itibarga öndiğen nesil var. Mesela bu ayda dindar bir mektepte okuyduğun, okumuşluk ziyali balıyken, ahlaklıkken, ata-anası muhakala tüzük edemliyken mesela. Bu an iken bu kızının ata-anası bu jigit taraftan bir iven tapanmaydın. Ya bu arak keşken sen bunun teysen bulmaydı diyemeydin. Ya ki kımavazken diyemeydin. Ya namaz okumayken diyemeydin. Ya ki bu karı kosak savaşsız balıyken sen daha şey sımtızan da iven çıkaramayısın ama çıkaran ki bunun etirazlışı kında yapıyor. Cahil olduğu nikah. Bu kızın özünün tuluk hakkı bu. Dep bunu hesap alır. Demek velininki jigitde çatak bulmağa ahvalda etiraz bulduğun ya o nikahın büzültüğü hakkı yok. Şey hesap. وَفَرَّقَ دَاوُدْ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالْتَيِّبِ Anda Davud-ı Zahiri. Özellikle mezhep kurup Zahiri mezhebini tüzgen alimlerden, müçtehit alim. Beynel bikri ve teyyib. Kızı olan çoğutanın çıkışının otlarını ayırt dedi. Çünkü hadiste aynı ayırıp gelgelikten bu ayırt dedi. فقال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في التيب. Kızı olursa veli şart, çoğukan olsa veli şart demez. ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك. Anda İmam Malik'in bir rivayet Cumhur bilen ya İmam Şafii bilen billah dedi. Yani bir rivayet şagirde İbn Kasım rivayet kılın. Bu bir rivayette an Malik fil vilayeti kavlun rabi'. En iştiratiha sünnetun la fark. Yani bu rivayet kanda kirip çıkırken sana İbn Kasım öz İmam Malik'tin müşin nikahda ya şart demez ya bu da diyen yapamaz. Uçuk diyen yapamaz. Aşınga yetiliş kaldığın başka bir meselede bu şundarak mezmun çıkıdığın bir gapni qilgan bolsa, ya da munda deganda shunga asosan munda ma meselede shunda qaraydigan o'xshaydi deb buni tahrij deymiz. Tahrij deganimiz aslında imomning so'zini boshqa bir masalaga ma masalaga o'xshatib turib, ya'ni ma masalani boshqa bir masala qiyos qilib turib, aning munda degani qaraganda ma'lum shunday deb qaraydigan o'xshaydi deb andin imom vakolatan bizning qarshimiz munda deb qo'ysa bu tahrij fil mazhab yoki vujuh deymiz. Şu İmam Şafii'nin mazhabında el-kavlu lil-imam vel-vejhu lil-ashab. Şu vecih degene şagirdlarning imamning so'zidan da süzüp elib, boshqa masalada degan so'zlarni süzüp elib, bizning imomimiz bunda qaraydi-go degan gaplari shu vecih. Navoiyni shu qatorda-go. Ashabul vujuh deb, ashabul vujuhlarga ayrim olimlar bor. İmam Navoiy ham ashabul vujuhning bunning hammaning so'zini tasqab, bu ham bu yoqqa munda deb ayiradigan adam. Ama unda ilgirki İbn Süreyj mesela. Rabiyal Muradi Cizi deganda aşında alimlar ondan vecihini keltirib chiqardilar. Mama İbn Qasimning İmam Malik'dan boshqa bir masala degan so'ziga qarab chiqargan, xuloslagan qarash ekan. Demak bu 4-chi bir xil qarash chiqdi deydi. Annashtirata sunna la farq. Bu hamda Hanefi mazhabiga yaqinlashadi. Hanefi mazhabining qarashi shu vali sunnat aslında. Yani sunnat degan mesela mandub, mustahab degan ma'no. Yani vali mubba, qiz mubba, ashunda nim qilsak nihayat yaxshimi shu? Mustahab shaklimi shu. Lekin vali bo'lmay qilib, qiz ya cho'kan o'zing nikohini qilsa, mayli bo'laverdi deydi. Lekin bu sunnatlik, mustahablik degan nimada, sunnatlik degan o'shada istihbab deydi. Istihbabda Hanefi mazhab bilan nimalar o'xshash bo'ladi. Hozir mushu masala bizning vatanimizdami, boshqa yerdami, Hanefi mazhab masay hadis bo'lsa, buni amal qilmaylam, sho'ratib unda hadisga xilof qildi deb qaralgan masalalarning birisi. Hanefi mazhabga mush tarafdan hujum qilinib ketgan. Shu masala ixtilof intan qattiq bo'lgan. Ixtilof qattiq bo'lgan degani ikki taraf dalillarni nurg'un dalilni keltirib jiq tutib ketgan bir masala. O'shin tafsili tadqiq qilib to'xtalsak, masalaning nima ekanligi unda ayon.
Lekin darhallamamda la nikah illa böyle degan. Amana. Hanifi mazhab ma'adisine şöhretde hadisga amal qilmaydi bo'ldi. Deplamında alam turib olsak, odatga avom xalqning gapi bu. Shu kitobning musannifi deb qo'ygan. Adillik bilan deb qo'ygan. Tasbutun xali haqiqatan muallifning o'zi tasbutun xali. Hatta ba'zi masalada o'zining mazhabini tanqidlayveramiz. Ama ko'pchilikning qarashida hozir bu bir viloyat hamdir. Viloyat degan nishada hozir to'y masalasida viloyat ijbor deb qaraydi. Valiyimda majburlab o'qiyverdi. Lekin Hanafi mazhabining qarashida viloyat istihbab bu. Ijbor emas. Ama Hanafi mazhabida Abu Hanifa dedi hozir. Zufarin dedi. Abu Yusuf bilan Muhammadning qarashi nada? Umar bilan bilamas. Bu Hanafi mazhabining shu nimasini sohibining qarashini tadqiq qilish kerak. Sahibimiz Abu Yusuf'un karışı bir karıştılar. En ahire Abu Hanife'nin karışına girip to'xtab chiqqan. Yani küf bo'lsa hesap bo'laverdi. Küf bo'lmasa veliga e'tiroz qilaverdi o da. Abu Hanife bilan billahi Abu Yusuf. Yani Muhammedçi olsak İmam Muhammed bunun karışı küf bo'lsin bo'lmasin her iki ahvolda velininki ma'qullikka qarashlar. Yani mavquf ala ijazatil veli. Küf bo'lsinmi veli hesap hesap bo'ldi. Küf bo'lmasmi veli hesap hesap bo'ldi. Va Abu Hanife bilan bo'lgan farq qanday? Demek qari Kur'an yoki taqvodorni iqtisodi va ziyoli musnat obda mukammal bir yigitga taysimashsiz otsa yoki velisi hesap demasa kim hesap olmaydi. Shuning ijozat qarashlar Muhammadning qarashi. Yani Abu Hanife'nin qarashi ma deyilgina zahir rivoyat kelgan. Hanifi mazhabda 2 xil darajadagi rivoyat bor. Zahir rivoyat, ikkinchisi navodir. Asal hesap qilmadimi shu zahir rivoyat. Navodir rivoyatida agar kuf bo'lsa hesap bo'ldi, bo'lmasa hesap bo'lmaydi deydi. Ya, İmam Muhammed'ninki kuf bo'lsin bo'lmasa da shu valining ma'qullikka qarashlar qildi. Abu Hanife'ning zahir rivoyatida kuf bo'lsa hesap bo'laverdi. O valining o'zi qarash emas. Kuf bo'lmasa vali e'tiroz qilsa, ko'chada qazamdan buzatdi. Ama rivayetin navadirda, 2 derecelik rivayette Abu Hanife'den kuf bo'lsa nikah hesap bo'ldi. Kuf bo'lmasa nikah hesap bo'lmadi. Veli itiroz bildirmay turiblar. Ha, farq shu hozir. Endi mushqarash hozir Hanafi mazhabidagi olimlar deydi, Abu Hanife'ning mushqarashi hozir Shabi va Zuhriydan rivoyat qilinishmi? Ondan Hazreti Ayşa'dan rivoyat qilingan, Hazreti Umar'dan, İbn Umar'dan, Hazreti Ali'den rivoyat qilingan mushqarash deb bunday qaraydi. Yani bunun karşıda bir selef var. Yani ilgirkilerden, sahabe tabiinlerden müşkaraşı çıkarlı var demek. Ama İbn-i Qasim Malik'tin şunda başka bir meseledeki karışını rivayet kıtırıp şunun muşu meselede bir karışını, mustahab diyen karışını süzüp aldı. Kanda hadise ve derken ennehu rava anhu ennehu kâne yaral mirate beyne zevceyn bi gayri veli. Velisiz bo'lgan nikahda bu ikkisini er-xotin nisavlar, endi bu er-xotinning ikkisini birisi o'lib ketib qolsa, meros elayverdi, ya'ni eri xotinidan meros elayverdi degandan bunda nima chiqdi? Ha, velisidan say deydigan deb shu qarashni suzib oldi. Bu shu tahrij bo'ldi bu. Ma'noda chiqmaydi. Mustahab degan gap chiqadi, cho'ng bo'lsa. Va annahu yajuzu lil mar'ati ghayri sharifati an tastakhlifa rajulan min an-nas ala inkahiha. Bu hamda, ya'ni shu İmam Malikning boshqa masala degan qarashining davom bo'lishi mumkin. Yani İmam Malik'nin şu qarashida boshqa bir masaladagi tegi pastrak ayol kelindi bu. Jamiyat shunday ayollar bor. Bu bunda nomi yaxshi emas, ota-onalari yo'q, ota-onasining o'rnidan kari yo'q. Özünün xalığınca bunda bir işini qilib yurgan bunda bir ayol keldi. Bu mening to'yimni qilib qo'ysizlar deb bir odam talab qilib shuni vakil qilgandek masalan. Shuning to'y ishini berishini talab qilsa bo'ldi deb qarab chiqgan. Demak bu odam valining gapini qilmadi qo'mana. Odatdagi bir odamni, ya immoqini qilib voy damillam, qo'lani tegmoqchi etdim, to'yimni qilib qo'ysa ustida turib deb undan desa bo'ldi deb chiqgan. Undan keyin valining gapini qilmadi qo'mana İmam Malik. Undan keyin bizning masalamizda vali shartlab bermaydi ekan deb bunday tushun. Wa kana istahibbu an tuqaddama as-sayyib waliyaha liyaqid alayha. Yani İmam Malik'nin gibi hazırmış şunu ama İmam Malik bir çoğuken mesela toy qilmoqchi bo'lsa velisini oldiga chiqarib nikah ishlarini şunun tutturışı mustahab deb qaraydi dedi. Yani çoğuken o'zi qildi deb shu so'rindilar masalan hamma ishni o'zi qilmay qardaqida o'zi tuttirib velisi aksi ya tag'illari nikahni erdava so'rinda shu
qilsa yaxshi deb qarab chiqgan. Demak, buningdan Imom Ibn Qosim shu ikki xil masaladagi qarashlardan suzib oldiki, Imom Malik bu valining bo'lishini shart istihbab yoki mustahab yaxshi ish, ammo bo'lmasa-mu to'g'ri bo'lardi degan qarashda demoqchi. Demak, Imom Malikda xil qarash bo'ldi. Ibn Qosimning rivoyati bo'yicha, yoki shuni tushunishida Imom Malik Imom Abu Hanifa bilan billa. Ya'ni bir qarashda Imom Shafi'i bilan Ahmad bilan billa. Faka'annahu indahu min shurut at-tamam la min shurut as-sah. Demak, Imom Malikning qarashida Imom Ibn Qosimning tushunishi bo'yicha bu valining shart bo'lishi bu sharti tamam. Taxim mukammal, taxim obdan, taxim to'liq bo'ladi. Hech qanday shamol o'tmaydigan bo'ladi bunda qilsa demak. Amaliyotda bizlarda ixtilof bo'lib qolgan masalada al-xuruj min as-salat mustahab. Chunki shu ixtilof bo'lmaydigan tariqada qilsak, hech kim ma'mundara bo'lib qoldi deyilmaydi. Ko'ngil xotirjam. بخلاف عبارة البغداديين من أصحاب مالك. İmam Malik'in biz Bağdatlık şagirdleri var, Mısırlık şagirdleri var diyendik. Bağdatlık şagirdleri bir narsa rivayet qilishi mumkin. Mısırlık şagirdleri bir narsa rivayet qilishi mumkin. Adil Bağdatlık şagirdleri bunu başka rivayet qildi. Yani anlam yapılığına inneha min şurutu sahha la min şurutu tamam. Kodamızda eşhadının gelmez. Eşhad şu kadar buluşu mümkün. Bu İbn Qasim'in rivayeti hazır. Bağdadi şagirdlerinin rivayeti okşaşmıyor. Bağdadi şagirdlere bu şartı sahha degen. Demek İbn Qasim'in rivayeti bu şartı tamam buldu. Ve sebebi ihtilafihim hem bir yer muşu meselde ihtilaf bulaşının sebebi ennehu lem te'ti ayetun ve la sünnetun. Hiye zahiratun fi iştiratil vilayeti fin nikahi. Bir ayet, yak bir hadiste bu şu nikah işida veli şart deyilganga aniq ochiq bunda canlıq bir dalil kelmagan. Talash ta'sisinin sebebi şu. Manbas. Fadlan an yakuna fi zalika nas. Ochiq zat hech qanday ehtimollikni yo'qotadigan holatda ochiq keskin bir dalil qo'yganmidi? 90%, 85% zot bunda dalolat qilgan, menda dalil yo'q deydi. Ya bunun qarta biz deyishimiz mumkin. Mesela nikah illa böyle deb keldiği bağım ana. Ayyum imra'atin nikah bi gayri idni valiya fa nikah ve batil deb keldiği mana deyishimiz mumkin. Lekin muallifning nazarida bu keldi lekin bu sahih bo'lmagan ekan, buni hisobga olib bo'lmaydi. بل الآيات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة. يعني من ده بعد سك hazır ما مؤلف بعد يتغلقمنا مölçerle bunun qarta gelip deptoldum. Bu Allah'ın kellikininki ispatı yani. Allah'ın diyen bizim uğurtunun mulluk tapqaqdayız. Qayşanın ko'ngilligini g'ashtiblam shundan qarta demismi javob tayyorlab qo'ydigan. Hozir biz masalan bunda dalil hadisli bağım ana asan yo'q desa debdi hozir qachon qarta gelin deb qo'ydi. Mana bu vaqtga kelgan oyatlar, hadislar odatda ikkili taraf bir-biriga dalil ko'rsatadigan oyat hadislar ya kulluha muhtamal. Yo'q, vali degan shartni deb turib oldiganlar, mana bu paket va mana bu dalil va deb ko'rsatgan oyat hadislar nima ehtimol bor dalillar. Ya'ni nas yoki zohir darajalik emas. Usulda bizga nas الظاهر ونكي دلالة الاقتضاء وبو داب مفهوم مخالفة قدر شتو فحوى الخطاب إشارة النص وبديندك لكن النص درجة ياك ظاهر درجة دليل يوق أحسن هو أدسلنا أكلشن ممكن لا نكاح إلا بولي أيوم امرأة نكاح بغير إذن وليها فنكاح باطل جندك ياك آياتنا أكلشن ممكن لكن النص يا ظاهر درجة أماس صحيح بوان تقدسها أحاديثها والأحاديث مع كونها محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها. من هذه السامة لفظة احتمالك بولاشلان بالله تخا سهيلك دما تخا اختلافا. ما bir mesele değil. Bahs qilib ishkiliz qaraymiz. Dalilda ko'rsatilgan hadis oldinda sahih bo'lish kerak. Sahih bo'lgandan uning dalilligiga shu hadisdan shunda biz qilgan muddaoga dalil chiqishi kerak. Mana Seyircisinin doktor koysak, o bizim delilimizi sanıqlayılamaydı. Onun şu bizim muddayımız zaten delil bularız oldu. Vecil istidlal, musallam buluş gerek. Adil mesele çirişti ilgili, Kasım'la, Cumhuriyet'te Kasım'la, Cumhuriyet mazhab turiste bir deptakana kana. Kim özgürep kalamsızlar. Bir meselenin başlayılan çağda, talaş taşkıyanda, münazir kıyanda bir aylarına, ben mağam tutma adetini muklaşımız mümkün. Bir meydanı tutuşumuz. Lakin başlayılan çağda, bir ara şu ihlasıyla, tecerrüdüyle bahsediyoruz. Oturaq, muşu meseleni bir aydınlaştırıp bakacağız. Kimnin delil küçükken deb o'tlagan chaqda biz hech qanday bir qarashni yaqlamay turib, o'ttirib lilla turib izlaymiz.
Qas dalil ig'irvasa ma'ni kuchlik kelmaydi. Ammo boshda bir nimani tutib bo'lib, bir qarash, mushuni oldin hukm qilib bo'lib, uni to'g'riligiga. Unda bahs qilsak, yani yangilik paydo qilmaydi. Chunki biz oldin hukm qilib bo'lgan. Bizning kallamizda bari-bir. Shunimiz bahs qilganda hozir o'zimizniki hozir bir qarashni yaqilganligimizni unutib qolib turib, endi masala chirib qolsin. Eng oxirida unda qarab, ma'ni kuchlikka bu desak, tarjih qilsak. Hozir darhalimda bir fatvoni bir kitob o'qisam, darhalimda vali kerak emasmi desa, jumhur vali kerak dedi mana Sayyid bilan dalil qildi deb ishkadisini g'ashtib bilan aytdi. Endi Abu Hanifa u munda deb turib oldi va xilofun nas deb qo'ydi. Masala tugaydi. Onlar müdakin de bitiyordan. İlla hadis İbn Abbas'ın ve in kana al-musbitu laha laysa alayhi delil. Fakat lan İbn Abbas'ın hadislerin sahihiydi. İbn Abbas'ın şu el-ayyimu ahaqqu bi nafsiha ve el-bikru tustamar diye hadisini bakışın. Ve in kana al-musbitu laha laysa alayhi delil. Ve işkili tarafından delil qilib ko'rsatgan dalillari ehtimollikni keskin masalani ayiradigan bir dalil yo'q. Onun için bazı hadislar taha sahih emas. Fakat lam sahih hadislerden Abu Hanife dalil qilgan İbn Abbas'ın hadisi bari. Ve in kana musqitu laha laysa alayhi dalil. Musqitu laha degan mishada isqatul viloya demas ya. Bunda oldu ki mushun tushunishga dalil yo'q degan bo'lamdi ma'lum. Nima uchun desa, li'anna al-asla bara'atul dimma. Chunki asli qoida nimada? Viloyat yo'q degan bo'lish kerak. Viloyat hammadan o'z to'liq qonuniy huquqqa ega bunda bo'lish kerak. O'zining to'y qilishini o'zi qila oladigan. Salohiyati va bunda bo'lish kerak. Davonkin bu delil bo'lmasmi? Vali shart deganlardan biz delil talab qilamiz deydi. Vali bo'lmasmi bo'ldi deganlar asli qoidaga tayanganday hozir. Demak, bu delil kimdan talab qilindi? Hali ishkilaylarning masalan dalili yo'qlab qoldi. Bu chaqda yana Hanafi mazhabining jalliqroq turdi. Nima uchun bu baratizmga tayangan? Bu bir xil dalil. Laha deganki ham shu viloyat. Viloyat shurakallarning dalil bo'lmasmi? Ya'ni asli baratizmmi? Ya'ni asli nima bilan baratizm bilan chin yetishib turib oldi bular. Undan keyin biz dalilni akilishni undasa jumhurdan tarafdan dalilning shartli dalilidan deymiz. Ve nahnu nuridu mashhura mahtajja bihi al-fariqan. Endi biz ishkili tarafninki dalil qilib ko'rsatgan dalillarning eng mashhurlarini akilimiz deydi. Ve nubayyinu wajh al-ihtimal fi zalik. Endi buningki ehtimollikni bayon qilamiz. Chunki biz dalilning hamma ehtimollik dedik-ku, qanday ehtimollik bor buni bayon qilamiz. فمن أظهر ما يحتج به من الكتاب من اشترط الولاية veli şart diyenler Kur'an-ı Kerim'den delil kıygan deliller işide, ayetler işide en meşhurlardan müşahit var. Kavluhu Teala وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْدُلُونَ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. Abu Hanife rahimahullah delil mi? Yok, müşahit ayet ne? Müşahit özne Ebu Hanife delil kıldı. Abu Hanife'ye delil aslı bu. Ya müşahidin o yüzden Abu Hanife delil çıkıp kalıdı hazır. Taraftan. Eskiden ayet ne? Maliki mecliste, Şafii mecliste delil kılırlar. Bizga biz velinin şart oluş delilimiz deydi onlar. Lekin muş ayet Ebu Hanife'ye Allah'ın üstünden delil demekçe. Abu Hanife'ye faydalık mı delil lazım? Halu amda Şafii mezhebtike, Hanbeli mezhebtike karıştıklar. Dinlepto. Ve hada hitabun lil evliya. Fela ta'duluhunna diyen muşu hitap hazır. Kızınınki velileri kılınan hitap deydi. Velev lem yekun lahum hakkun fil vilaya lema nuhu anil adl. Ular odatda veli bulash haqqi bo'lmaydigan bo'lsa, to'sash haqqi bo'lmaydigan bo'lsa, yoki to'sab yoki ba'zi birib qildigan ish bo'lmagan bo'lsa, o'cha to'sib olmang deb uni cheklash bo'lmaydi. To'saladigan odat to'sab turadigan yoki qildigan odam bo'lsa, ish qo'ldan qildigan odam bo'lsa, endi bunda qilmang deb to'sash deyiladi. Undan keyin bu bir xil dalil xitob, mafhum muxolafa chiqadi bundan. Hali bunning dalil qilgan mafhum muxolafa. Ya'ni shunga yaqin biz narsa. Delillarning sifatida olganda dalil xitobning dalolatisi aciz. Hanafi mezhebi ise bulunmadı. Bu yerde bulu kartta da Hanafi mezhebinde cevap verdi. El-Hittab ya da lil muslimin dedi. O evliya dediğin yapamaz bu. Lil muslimin. Ya ki erler kartılgan. Ayarlarının erlerine. Yani ve idâ tallaktumun nisa diyene. Ve idâ tallaktumun nisa. Bundan olsa evliya talaklandı ona. Talak diyen bir yerdil ezvaç. Ya ki lil muslimin ammeten. Müslümanlar kılığında talak kılan vaktinlarda mında kılınlar. Yenge. Bundan olsa felâ ta'dudûna yenkehne ezvâcevunna diyene. Sil talak kısla. Ya üç talak kıpılaksalamasın. Ya bir talak kısla. Onun diken ve iddet toşkan çağda bu ayal başka bir ergi tekmekçi. Bundan olsa bunu ergi tek güzmeyme
deb shu iddat to'shar deganda yana bir taloq tushirib qaytirib olib yana u bir muddat turib yana bir taloq tushirib yana iddat to'shar deganda yana qaytirib olib manda adl qilmanglar yoki iddat to'shqandan kim bu boshqa oyatiga man desa berib urushib bo'ladi to'sqinlik qilib manda qilmanglar degan manda mazmun demak bu oyatda hozir u nimaga hargiz dalil chiqmaydi وقوله تعالى يلبر عن ذلك التدل ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا أن بنو وجه استدلال دا من دادرتون وهذا خطاب للأولياء أيضا من بومو وليلا قرطلغان خطاب يعني سل قزلراننا مشركلاك باmanlar demekçi lekin bunun qartamı bunday emas bu velilik emas musulmonlar degan gap bu musulmonlar Müslüman ayolni müşrik yani bu nikahlansa bo'lmaydi bu haram degan gapni bildirdi. Va min ashhar mahtaja bihi haula min al-ahadis. Endi oyatdan shu yuqoridagi oyatni dalil qildi. Endi hadislar kelayli deydi. Ma rawahu az-Zuhri an Urwata an Aisha radhiyallohu anha qalat qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayyuma imra'atin nakahat bighayri idni waliyha fa nikahuha batilun ثلاث مرات ينشو باطل دب يعني فنكاحها باطل فنكاحها باطل دب مش ختم ده demek. Bu hadisni kim rivayet qilgan? İmam Ahmad, Abu Davudman, İbn Majah rivayet qilgan hadis. Sahih yok. Ama Abu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn Majah ve Ahmad, Darqutni. Hakim sahih degan, Albani sahih degan. Demek hakim sahih degan, hakimning tashihi to'ndirish turdi. Uni Albani sahih degan bo'lsa, shuni yo'ldan tekshirib, sahih yo'ldan bizni degan bo'lsin. Vajin islam nishadan, tanikaha batil deganda. Hadisdan ayga va in dakhala biha fal mahru laha bima asaba minha. Bu nikah to'g'ri deb, bu nikahni qilib bir yastık bosh qo'yib bo'libdi. Sizni ko'chirib ketib yo. Demak bu batillikqa nashkundan keyin bu batil ekan voy buni unda asta jo'shtirilib degan bo'lsa, qanday qildi? Ayol bilan bir yastık bosh qo'ygan ekan, to'yliqini birdan gap, badalini to'laydi. Faynishtajaru fasultan valiman la valiyala. Agar ular g'alva qilishib, jo'dalishib qolsa, o'chada shu qoziga da'vo qildi. Shu bir taraf qildi. Kharrajahu Tirmizi, Imom Tirmizi rivoyat qilib, va qala fihi hadisun hasanun deb. Hatta İmam Tirmizi mi sahih demedi mi? Hasan. Asli bu hasanun bi ta'addudi turqihi degan gap. Nima shu hasan bo'lib qoldi? Buni boshqa yo'llar bilan kelgan, boshqa yo'llar bilan kelmagan bo'lsa, hasan bo'lamas. Nima uchun? Bu Zuhri Urvadan rivoyat qildi. Urva Zuhri bu shayxlik. Tamam. Lekin undan ilgari shu Zuhridan kim rivoyat qilgan? Asli buni Ibn Jurayj an Sulayman ibn Musa, Ibn Jurayj an Sulayman ibn Musa an Zuhri. Bunday. Ibn Jurayj bu shayxlik, Sulayman ibn Musa da mesela kaçırmış onlar. Bu rivayetki senedin içinde Süleyman ibn Musa degan bir kişi var. Yani bu Süleyman ibn Musa degan kim? Bukhari aciz degan. Süleyman ibn Musa ne? İmam Bukhari aciz degan. Bu hadisni rivoyat qilganlik uchun İmam Bukhari Sayyida uning rivoyatini umman qildi. Va huwa rawal manakir. Demak, adim yada Hanafi mazhab tilini demakchi, sil dalil qilib akaga muhadisning aciz deydi. Xuddi boshqa masalalarda Hanafi mazhab bir hadisni akasa bu aciz deb rad qilsa Bulumu ma'asında ma'akaga hadisning aciz deb rad qildi. Nima uchun aciz? Çünkü bunun ravilerinin içinde senedinin içinde Süleyman ibn Musa var. Bu bunda aciz adam. Bunda onu kim var? Hanifi mezhep kıladır nındaydı o. İmam Zuhri müşahadisini rivayet kutken makul. Bunu İmam Zuhri'nin şagitlerinden yani. İmam Zuhri'nin hadisi anılgan şu Medine'deki biz tonuyduğun şeyinlik ravide hiç karşı biz anlamaptı bunu. Anlamaya kaptı. Anda Şamlık Süleyman ibn Musa degan bir aciz adam buni anlab turib rivoyat qildi. Ondan Zuhri buni keyin unutib qoldi. Ma qanday gap demoqchi? Yani mazhab hozir buni aciz deyishda necha tarafdan tegish qildi. Yani Zuhri Madinalik shunama Madinada buningki odatda davomli Zuhrida rivoyat qilib turgan 7-8 yosh tanishlik hadis shunasi bildigan ishonchlik kishilar bor. Zuhridan davomli fulan an Zuhri deydigan. Bu hech qaysi bu hadisni bu Zuhrida anlamadi. Ondan Shamliq o kishi acizda qaragan kishi bu anlab rivoyat qildi buni. Buningdagi Zuhri yana keyin bu hadisni tamam bunda rivoyat qilgan ismda yo'q deb unutib qoldi. Bundagi ma'lum masala bor. Ya, bu hadisni o'zini unutib qoldi. Hamda unutib qolish degan odatda insonchilik bo'ldi. To'g'ri. Hamma inson Rasululloh ba'zi unutib qolgan. Shunaba namozning masalan kirgat o'qisagan bunda avval bu adam normal bir savollik bo'ldi. Lekin bu butun musulmonlarning qiyomat qadar bu shu to'yning uyon bu yon bo'lishi munosib mushunda masalani buni unutib qolishi bular Imom Zuhriydak bir ilm nisbatan davomli lozim bo'lib turgan hadis turug'liq, umumul balva turug'liq. Har bir oila balki buni
beşi kembay qilmaydi bundan aslo. Bunda to'g'riliq bu unutib qolsa, bu bir masala degan. Ma'lum qarashida Abu Hanifa bilan mushkul qarash to'g'risida Zuhri aldırmaydi ma'ni Abu Hanifa bilan. Zuhri zodi bunda qarayma degan yeri bor. U qarashi zodi Zuhrining aniq bor. Lekin bu hadisni rivoyat qilgan bunda bir rivoyat bor. Undan keyin yani bir qadar Ibn Juray so'sa, chunki Sulaymon ibn Musoda Ibn Juray ishon qilmagan. Ishon qilmay, sizdan bunda rivoyat qilgan rasm olsa, tam degan. Ne bir mesele. Hem de cumhur bulumu qarab turmaydi. Endi bu Ibn Juraydan kelgan bu Zuhri tamamen isimde yokken digine bu rivoyat to'g'ri emas deb o'ng'ashdi. Shunday. Lekin buningki rivoyat to'g'ri emas digine asla to'g'ri joyida emas. Nima uchun u rivoyat qilgan ishondik. Shu rivoyatni unutib qolib rivoyatini rivoyat qilgan odam ishondik. Ibn Juraydan. Ibn Juraydan Imom Zuhridan rivoyat qilganda jumhur to'g'ri emas deb Vaya bu sevmez de duruldu. Niçin sevmez dese hiç kanalım yok. İbn Juray müşir rivayetine kıygan senatta çatak yok. Ravili işenizlik. Nani işenizlik tutsa niçin bu hesap kullanılmaydı o? Mabılmaz. Süleyman'ın adı çatak dedik o. Yani çatak şu. Hem de bu Süleyman çatak olan ki İbn Juray bu Süleyman'da anlap bunu. Şinanmı da İmam Zuhri'nin kaşığı vardı bu. Hala ne? Süleyman ibn Musa sizlere buna rivayet kıygan. Ben bunda arşonunda sizlere bunda diğerlikini anlattım. Resmi hadise tamam mı? Kumaygen bu hadis ne diye. Yani tam kumaygen bu hadis ne diyen müşi vakalık ne? İbn Juray dedi şuna mı? İbn Juray'dan bunu kim rivayet kıldı? İsmail ibn Uleyye. İsmail ibn Uleyye sika sabit yani min seyyidil hufaz şeyini kadın. Yalgan deb turadi. Lekin bu yalgan degan hech qanday isbot yo'q. Bu voqeani rivoyat qiluvchi Ibn Juray. Ibn Juraydan kim rivoyat qildi? Ismoil ibn Ulayya. Ismoil ibn Ulayya hadis shaylik. Tiqat tabi'in. Va bir masala. Ana buningga aslida bu ta'assub aralashgan masala. Boshda biz bu mazhabni yaqlab bo'ldik. Yaqlab bo'lgandan ondan ashadi istimomunda voqelik jarayonlik iloji va biz ash qarashtiradigan dalilni yo'q chiqarishga, bu yoqqa tepkichilik bilan tirishganligimizdan buni deb turishlar ta'assubning chiqdi. Lillah turish kerak. Sakma İmam Şafii bunday qilmasin. Ya tamam, İmam Şafii unday qilmagan. Lekin keyin İmam Şafiining keyin kelganlar, Abu Hanifa'ning keyin kelganlardan bak dalilini İmam Şafii boshqalar, u cho'ng imomlar bu hammamda 15 dalilni hammani istidlol qilgan emas buningga. Keyin ondan olim uyabiyan dalilni toza tap akilib kuchab, u shah egilmasin toza egib turib nima qilib, dalillar deb akilib to'plagan. Butun kuchni to'plaganda, ya'ni butun askarimizni to'playmizga, 20 dalillarmi, ya'ni bizni to'plagan 2 to'plaganda bunda kuchganda ondan bu o'zing vazifa jalliq ko'ringan bo'g'achqa bunda ta'assub aralashgan ekan. Bular bo'lmasa masalan mushadis Sulaymon ibn Musa'ni ajiz dedi. Shunami? Odat ahli hadisning qoidasi bo'yicha raviyning ichida bir doif bo'lsa, hadis doif odatda mushani qiymatlar bizlarda so'qolgan masalalarning ko'pincha shu. Ma raviyning ichida ma doif bu kitabini deydi. Hamda shu qoida bo'yicha hadisni keldi. Biz hozir Shafiy mazhabida emas, Hanafiy mazhabida emas, shu o'tirda turgan bahslar. Bu hadis qoidasi bo'yicha raviysi kim bor? Sulaymon ibn Musa. Bu kim? Ajiz. Yerbil manakir. Undan keyin bu hadis ajiz deb tursa bo'ldi deydi. Jumhurning daydamda bu Sulaymon ibn Musadan rivoyat qilgan mushukni ajiz deb turmadingiz. Bu yani 5-6 xil yo'l bilan rivoyat qilingan bu. Imron ibn Husayn Abu Hurayradan o'ningdan buningdan rivoyat qilingan boshqa yo'llarim bor buni. Asl Imom Tirmizi Hasan deganda shu ma ajiz bo'lgan bilan boshqa yo'llarda bir necha yo'l bo'lgan ekan, shuning ta'addud turuq bilan bu yataqavva deb unda. Jallandi deb bishawari va kasrati turuqihi deb undan Hasan degan gap. Endi nimani ko'rsatdim bu? Boshqa rivoyat qilingan bu Sulaymon ibn Musa alam rivoyat qilgan desamiz bu degan kamoq akilan bir-birlar akilanamiz shu rivoyatni desa. Ashurani hamma sirba kelsa, ma'nodek mo'jalliq chiqmaydi. Abu Davud sahih chiqdi. Qaysi? Abu Davud rivoyat qilingan hadis. Masalan, Tirmizilik shunami? Hakimmo sahih ekan, Abu Davudning kelgan. O'shada shu Sulaymon ibn Musaning gapi shu. Hakim nima uchun Sulaymon ibn Musaning ojizligiga diqqat qilmagan bo'lsin? Masalama. Ya, ma Tirmiziga kelgan vaqtda men masalan Sulaymon ibn Musaga vaqtga masalan menda tasavvur qilamiz. Bu Abu Davud boshqa yo'ldan, Tirmizining boshqa yo'lda rivoyat qilgan bo'lsa, shunda deylar. Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majah, Nasai, İmam Ahmad rivoyat qilganning hammasi
Bu Süleyman ibn Musa mana deb turdi. Bundan boshqasi yo'q. Unda olmagan bu Tirmizi rivoyat qilgan Süleyman ibn Musa chataqkan mana qarabasizlar. Abu Davudning dal qilgan chiqsa o'xshaydi. Lekin Süleyman ibn Musa ba. Bu Davudniki yo'qmi? Agar yo'q bo'lsa, yo'q rivoyati boshqadan rivoyat qilingan bo'lsa, u ma'nodan ajratish. Mesela. Ya şu Süleyman ibn Musa'nın ornunda mesela başka şeycilerek edemden rivayet gelgelik sebebinden Şeyh Albani ve Sahih yok şu. Şeyh Albani'nin nima uchun Sayyid geligi ma'noni izlab bakmadim. Yani belki bir Sayyid yolunu çıkar. Ya Süleyman ibn Musa'nı yak bu aciz emas de. Deb aciz emas deb qaragan olimlarning qarashini eklib şunun asosini degan bo'lishi mumkin. Nega bu yerda Buxoriy bo'lmaydi degan. Unda boshqa olimlar bor. Ko'p yani hadis olimlardan, jarh va ta'dildan bu munkarni rivoyat qildi bu deb hisoblanmaydi uni. Demak sizlar ders tugagandan keyin qildigan ishinglar Süleyman ibn Musa'ni bir tekshirib qo'yib boqsizlar. Ular jarh va ta'dil nima deb ketgan zodi. Ondan yana bir vazifa mushu hadis Süleyman ibn Musa yo'li orqali emas, bundan boshqa kishilar orqali kelganmi? Zuhriydan bundan boshqa ishonchli odam rivoyat qilib qolganmi? Yoki Zuhriy an Urva an Aisha emas, Imron ibn Husayn, Abu Hurayra boshqa sahobalardan, ondan ulardan boshqa tabiiylar, boshqa tabi'in rivoyat qilib, buni ishonchli yo'lidan kelganmi? Buni bir sir tekshirib basanlar. Agar balki bular faqat topolmagan, uchirib bakmagan bir tariqni, sayyi tariqni uchratsang, bu ilm sohasida bu favqulodda bir bomba xarakterli narsa. Yani mushu vaziyatdagilar shu 1000 yil tutishib tadqiq qilib, butun dalilni ko'chilab izlab akilishga tirishib, u hadis bo'lgan ko'zga chiliqmay qilib, sil topa olsanglar, bu chog'da bu cho'ng bir ish. Demak, hozir masalan, Süleyman ibn Musa rivoyat qilgan buni ajizdir. Süleyman ibn Musa orqali emas, sog'lom odamlar orqali rivoyat qilgan boshqa rivoyatning borda desak, yo'q. Bu Süleyman ibn Musa'ning rivoyatidanmi baklan bosh. Sahih degan shada olimga o'sha Süleyman ibn Musa'ning yo'lini sahih deb tushunadi degan ekan. Balki ma'nogidan boshqasi bunun ba'zi olimlarning ba'zida bu ishonchda deb shu ba'zi odamlar ixtiloflashadi. Raviyni tavsiya qilishda tadqiqda ixtilof bo'ldi. Endi hozir bizning qo'limizga yetgan ma'lumotda Süleyman ibn Musa masala deb qaralgan. Shu Imom Buxoriy, Sahih Buxoriyda mushuni bir babda lanka illa bo'li degan so'zni bir babga man qala bab man qala lanka illa bo'li deb ekelgan. Ulug' oyatdan ish kishni ekelgan. Fala tadlunna va inkul hayamat degandek. Shu oyatni o'qib boshqa hadis eklenmegan. Yani o sahih hadis yo'q deb. Bu sahih hadis bo'lsa bir hadis bo'lib qolsa shuni ekildi. Faqat sahih hadis eklenmegan onun qarta. Sharti tushmagan, shu sharti tushmagan ekan. Buxoriyning nazari sahih emas deb qaraldi. Hatto Imom Buxoriyning bekchinti sharti, Sahih Muslimning sal azodarak Sahih Muslim ekanmigan. Manda deguncha mana Sahih Buxoriyni sharhini qilganlar. Imom Buxoriy bob tug'ilgan bo'lsa, shu bobda bir hadis bobning mazmunidan bir hadisning borligini ishorat qilib qo'ydi. Sahih hadisning borligini. Lekin hadis Imom Buxoriyning shartiga tushmaganlik sababini rivoyat qildi. Ya shu hadis sahih hadisning borligini deylar. Endi bu hadis shartiga tushmaganlik uchun Imom Buxoriy shuni sahih deb qaramaydi shuni. Faqat bir ojiz rivoyat olsin, muallaq rivoyat qilib qo'yish mumkin. Buni bunda deb qo'ydi, mushaqda bundaroq bir hadisim bayana, lekin uning nimaga tushmaydi deb qo'ydi. Bunda bir ishorat bo'ldi. Yani Buxoriy fi tarajimi degan gap shu. Hozir masalan, bu hadisni rivoyat qildi, bu Süleyman ibn Musa'da masala bor deb buni ojiz tutib. Buningdan boshqa yo'llar bilan kelgan debdi. Buningdan boshqa yo'llar bilan kelgan, buningdan mutaqa ojiz, tirab turolmaydi dedi. Masalan, yana bir rivoyatda bu Zam'a ibn Salih degan bir kishining rivoyat qilgan bir rivoyat bor ekan. Va huwa makkiyun da'if, ma'rufun bi qillatid dabt. Demak, onun ravisi ojiz ekan. Ashunga o'xshashandi. Buni 5-6 rivoyat bor. Bizni Bayhaqi rivoyat qilgan, bizni Darqutni rivoyat qilgan, bizni Ibn Abi Kamil rivoyat qilgan deb chiqishi mumkin. Deganimda tekshirib kelsa, ma'nodimi bakrak ojiz bo'lib chiqadi. Demak, hamda hadisni bunda ojiz deb turib, Shayx Albanining ustida bir tekshirib baqaman. Demak, asosan sayyidida. Bu Imom Tirmizining hasan degan. Shu bekasrati turuqihi. Chunki 5-6 yo'l bilan kelgan. Bo'lganki, tövbashini ma'ni jallandirib beradi deb, andim hozir hasan bo'lsa, hujjat bo'ladi. Shu hasan bo'lsa hujjat bo'ladi. Endi hasan deganga hozir anfimozib unvatdi. Ham bu hasan hozir lig'ayrihi, sizzati emas. Bu xuddi nima o'xshaydi? Ya'ni at-taqawwi bi kasrat turuq degan. Xuddi masalan, qari suvdan masalan 5 stkan suvni to'ksak, bu oq suv olib chiqadi deganda. Jallan qildi degan.
Mesela maskenin çayını qara, askenin çayını qara, maskenin qapqara çayını bir das koysak, bunu bizleşken çağda oppak biraz oldu diyendek bir. Yani acizden jiginin toplasak bu şeyliknin buldu diyendek. أما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب والسنة. أمد bu Hanefi mezhepçiler ha. Bu da veliyin şart demez ki. Bunun delili qarab bakayla. Bunun ehtimallık değil. Mesela Kur'an-ı Kerim'den فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف dedi. وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها هنا. Özün nikahını özü bir taraf kılalaydıqallığının delili. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. Özü ki münasebet bu nikah işini qilgan bolsa, bu işte sizin günah yok dedi. Kim kıldı? Ayallı kıldı onu. Fealne şunu ama. Kalu ve kad adafa ileyhinne fi gayri ma ayetin minel kitabi el fi'le. Yani nurgun ayetlerde bu şu nikah işini tutturish işini Allah Teala şu ayallığa idafet kıldı. Aşını isnat kıldı dedi. Fekala en yenkihne ezvacahunna degine onu bundan keyin tegilg'a erler demek için ezvacahunna deb ba'tibar ma sayakun yani. Kelgisi erleriga tegisa mayda degan. Bu yenkihne degan fe'ldir bunun failiga an-nisa. النساء وقال حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا تحل له هذا حتى تنكح زوجا غيره dedi. Demek تنكح زوجا غيره diyor. Ayol baş bir ayet yer denge. Cumhur alimindeydi bunun qarta. Bundaydı bu nikah kılış sırası bu ayol kıldı denge şu ayol aşı veliler arqılıq qiysa denge buldu dedi. Yani şu bu bir xil ehtimallık mı vecil istillah. Endi bu ya canlıqlar yani bir delil var Kur'an-ı Kerim'de. Bu bolsunmu Kavlu Teala ve imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi. Bir ayol kilab wahabtuka nafsi ya Rasulullah dedi go. Meşhuruzda bir vatte. Ya velisi kilib badın ya. Qasamas. Ayağının kırıl degandan qasamas. Qasamas. Ya hasta dedim adam. Ne bir şey hibe kim kıldı şu? Ayol kıldı. Maqul Rasulullah hasta dedi. Halisatan laka min dunal mu'minin diye halisa deyince asasında bu Rasulullah hasta dedi. Ya ki ennebi evla bil mu'minina min anfusihim dedik mi? Yani Resulullah'ın veliliği o ata-analardan mı, ayağının ata-analardan mı kuşluk veli bulalaydı. Hani veli kullu mu'min diyen tarikımında bulalaydı değil mesela her zanında. Mesela Çin yani bir Müslüman'a toy buldu şunu. Ama şu ayağının başka velisi yok. Şu çağda Resulullah toyunu kıp koydu bunu. Yani bu bayatınca ve haptüke nefsi diyen sözge asasen bu Resulullah kim? Bu toyunu kıp koydu veli şu çağda veli Resulullah buldu deyimiz. Lekin ayol başta hibet qilgan chaqda va shu sorunda ayolning velisi yo'q başka. Shu vaqtda savol chiqadi bu yerda. Agar Hanafi mazhabidagi ulamolar sizning qishingizga bir ayol kelib, men nafsimizga hiba qildim, sizlar oldin desam durust bo'lamdi dedi. Durust bo'ldi dedik shu o'tganda sigat nikah durust bo'ldi dedik mana bilafzil hiba, bilafzil bay', bilafzil ijara joiz bo'ldi dedik. Şafii'yle bunlar dedi yapıyorsunuz. Bu şeyde işte Resulullah şu bilafzil hiba qilyapti go. Nikah qildi. Shu o'zida o'zini bir vatdan bunda deyish mumkin. Rasulullah xos deb endi uni. Abi Resulullah has tıbbakine ayağının kilini buradan bir tekke vaktan Peygamber Resulullah vakti mesela devletteki kazi hakim olarak tutulan ayağının Resulullah yani Resulullah'ne aşıptın müminlerge atanlıktan bekrek veli olaydı diyen karışık asasen andan ama şudur. Resulullah derston orada veli olan için şu ya Resulullah veli olarak nikah koydu desek andan şudur. Lekin bu ayetler bir mezhep delil qilib keldi. Ve amma min as-sunnah anda Abu Hanifa'ningki va shu qarashchilarningki hadisdan ko'rsatgan delil shu. Fahtajju bi hadis ibn Abbas radhiyallohu anhuma al-muttafaq ala sihhatihi wa huwa qawluhu sallallahu alayhi wasallam al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal-bikru tusta'maru fi nafsiha wa idnuha sumatuha. Yani bu hadisin muttafaq ala sihhati yani muttafaq bayna ahli al-hadis. Bu Bukhari Müslim emas. Muttafaqun alayda Bukhari Müslim demek emas. Yani İmam Müslim rivayet eden başka rivayet eden şular ehli hadis emmese şey deb qarag'anam buni. Bu hadisni dalil qilib ko'rsatdi. Yani Bukhari rivayet mi? İmam Müslim rivayet qilgan. Bu yerda vecil islam nima haqqu bi nafsiha. Bu nimada haqqamda bu? Nikah ishi, onun başqa ya pul ishi va nima ishi va boshqa nima ishi va
nikah şey. Nikah işte ahaqqı min veliye. Yani ahaq degan so'z hozir nimani bildirdi? Boshqaning haqqi yo'q degan bo'ldi. Velining haqqi yo'q degan gapmiz. Ya ishkilisdan haqqi var, ma'nan sal jalliq degan bo'ldi. Ajlar degan. Haq degan ma'nodagan jalliq ma'no jalliq. Arab tilida ismi tabdil biz tarafından bildirilgan ahval bor. Davomli unda ikki taraf musharakani bildirmaydi. Ma'mu haqiqun, ma'mu haqiqun, lekin ma'mu aksar haqqan demak. Bunda ma'nun haqqi va uning haqqi va lekin ayolning bakrak haqlar degan bunda. Sigat tabdil ha, ismi tabdil desak, sigat tabdil desak haq degan bu. Lekin bu sigat tabdil adat bu yerda ikki tarafni bildirmaydigan sigat. Ba'zi aytında af'al vazni ikki tarafda bunda nima bor deganlikni bildirmaydi. Demak hozir hamda Hanafi mazhab biz ahaqqu bil afsar degan dalil qildi. Ayol o'zi haqli deganga. Qarshi taraf nima deydi? Ahaq degan ayolning haqqi va valining haqqi va ayolning sal jiqroq haqqi va deganni bildirdi. Valining haqqi shart bor desa, yo'q, unda tushunmaymiz. Bu shu ayolning ham haqqi degandek mazmun chiqadi bundan. Bu musharakani bildirmaydi deymiz. Ya'ni yana bir jinslarning suraya ayin deganni asli ayyin degan bu bo'ytaq degan bo'ldi. Ayol olsun, er olsun hammasi. Va inkahul ayama minkum degani, qana bo'ytaqlaringni o'ylab qo'yinglar degan gap. Chiqilish ishlaydi. Endi miyada cho'kan ayolni ishlatilgan. Chunki uni muqobilda bekirib kelgandikan, cho'kan ayolni ishlatilgan so'z. Ham shu ahaq degan so'zga elib aytsak, vajib istilal eng jonli chiqadigan o'shanda. Siz bola cho'kanlarga o'rtaq ishlatilgan section. Mushadistami? Oyog'ida yo'l bekirgan so'zlar. A'u gipema wal bikru tustamaru degan ilgirki Rasulullohning degan so'zini qanday Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tushunib qo'yadi. Taqim tafsiri gapdan bu yerda bir tafsir chiqyapti dedi. Asriyatda mug'oyara. Hadis olimlari shuni tushunda sizga gapni faqat tushunib bo'ldi. Va ayyin degan cho'kan. Ma ikkinchi qizlar bunda tushundi. Hadis olimlaridan unda shu faqat bir olim hozir biraylarni uchratdi. İjtihad degan mana. Alloh taolo unda barkatini esitib qolsa, men ehtimollik bormi yo'qmi sizlar? Yo'q. Ya bunu da ehtimollik. Haqdir. Hozir selishtirgan uning haqqi va buning haqqi bor. Uning haqqi yo'q. Endi bizda deydi unda. Yo'q, avvalini haqqi yo'q. Shu cho'kanning o'zining to'liq haqqi edi. Bunun delili çoğun Kur'an-ı Kerim'de ve bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dalika in aradu islaha. Unda ayolna nikah qaytirib ekildiğaş, veli qaytirib ekildiğinde ermo. Haqq degan hozir shu erza shu haqliq degan gap. U boshqalama haqliq, ma'ma haqliq, lekin ma'nosal jalliq degan gap yo'q. Haq degan so'z hozir musharakani bildirmadi. Va arab tilida bunda avval nurg'un ham bunda kelgan ahvol. Bunda so'zdan ayolning bunda veli olmasa shart qilmasa mayli, lekin qizninkini shart qilib tursa. Yo'q, uni tushunmaydi o'xshash. Tustamar dedi-ku. Tustamar degan shu o'zining ma'qulligini e'lon degan gap. Demak, shundan bir nima chiqish kerak. Bir ma'qullik yoki buyruq yoki rozilik chiqish kerak degan bo'ldi. Ammo jumhurning bo'lsa uning bilan munosib qizg'onligi u xuddi gapni so'may, nuqmay, har kishi bitirib uni. Hech qanday munosabatsiz degandek bir viloyat ijbor. Ondan yana hadisda bu haqqi deganga munosabatlik. Hadisda man vajada ayna malihi fa huwa ahaqqu biha. Hadisda Mesela birisi malını bulup oğuluptu. Mesela kompütörün oğuluptu ki, o keyin şunda akarsa, bizim kolda kör bunu. Gerçi edip şu ekşiyatlıktı. Hak degen, aşağılık diyen oldu. Yani umumu haklar, yani başka oğulu adamı umumu haklık diyen yapamaz. Şer'i hükmünü dersin. Dalalet'in muhacatın mağanlı. Ve hak degen o sihat mufadında müşarekeni bildirmeydi. Sonra Allahu Ekber diyen mi? Şu Allah kebir, la yücel kebir sıvabı diyen mi? Ekber. Yani bu Ekber desek, Allah mı? Bekre kebir. La tol uzamı umum kebirte diyen bulaklar. Onda müşarekeni bildirmeydi. Bazıda. Bunun da karina, siyah, muşu ahvallı karab andan belgileydi. Arap tilde muşu iş bayan. Bu tıl hususiyeti de var. Ve bihadal hadis ihtac Davud fil farqi indahu beyne teyyibi vel bikri fi hadal ma'na. Davud zahiri el-eyyim vel bikri ikisini ayrı kagetin boğaçka. Bu zahiri boğaçka müşahediski asaslanıp durup çoğken bilen kızının çoğken okşaşmaydı bunun da adıp ayırdı. Bunun dalilini kuşluk bana. Çoğken bilen bunun farkı bağ mı? Bağ. فهذا مشهور محتج به الفريقان من السماع. Mana bu ayet ve hadislerden ikili taraf delil kılıp ekegen delillerinin en meşhurları. Başka nurgulları var. Lekin meşhurlarını ekeldi yok deydi. Çokan, imra da bir çokan buluştu. Adamlar şu özüne hibe kılıp kegenler ayarlarının sahne töt tapar. Resulullah'ın aldıkiler manzamını hibe kılıp ettim de kegenlerden töt eyler. Resulullah'ını yaxşı görüp kağa ayarlayacak. Andın
yaqzadim şu Rasulullah tegib bir ummatul mu'minin şerbiga nail olay deganlardan jur'at qilib masalan so'radi men sizga o'zimni sundim deganlardan to'rt elim bor. Şöyle bir mazhabga asosan biz sigatın nikahda aybi sigası bilan jaiz bo'ldi dedi. Jumhurning nazarida jaiz bo'lmaydi. Amma musun. Ma bizim vaqalikimizdeki izhab faqat mallaktukaha bima ma'aka min al-Qur'an yoki bima faqat zawwajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an degan va Buxoriyga ma vaqalikda Qur'on karim o'rgatib qo'yish uchun boshqa bir sahobaga dalil bo'lgan. Ma masalan haqiqatan talashlar qattiq qizg'an masala. Fa amma qawluhu ta'ala muallif ikkili tarafning dalillarini tahlil qilishga boshlaydi. Qawluhu ta'ala fa idza balagna ajalahunna fala ta'duluhunna. Shafi'i mazhabga Hanbali دلقيقا مش آيات بوسا فليس فيه أكثر من نهي قرابة المرأة وعصبتها من أن يمنعوها النكاح بيادر ayolning tuqqanlari ayolni nikahdan to'svoz bo'lmaydi degan gapdan boshqa bir cho'ng bir ortiq gap yo'q bunda. Mening ismim xato. Payda balona. Yadim xato yozibdi. Ilgirkada xato yozib chiqqan, to'sib qo'ygan. Va idza tallaqtum nisaa fabalagna ajalahunna. Yada fa idza balagna fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna. Bu oyatdan da ayolninki urug' tuqqanlari, tarafning urug' tuqqanlarini, valilarini bu ayol aytiga deb qo'y to'sonmanglar degan gap bor. Bundan boshqa gap yo'q deydi. Va laysa nahyuhum anil adli mimma yufhamu minhu ishtirat idnihim fi sihhatil aqd. La haqiqatan ularni to'sibolmanglar deganlik iborat mushaklashdan bundan hamda ya majaz ya haqiqat ikkili tarafdan deb baqsaqmi bu nikoh to'g'ri bo'lish uchun shu ruxsat qilmasa bo'lmaydi degan chiqmaydi. Ya'ni bivajhim min wujuh adillatil khitab az-zahira aw an-nas. Ya'ni bunda ya zahir ya nas darajalik unda bir dalil chiqmaydi. Balki taqa buning tam ta'turini tushungilim bo'ldi bunda. Aksi ma'nosi to'g'ri chiqib qolishi mumkin. Va annal awliya laysa lahum sabilun ala man yalunahum. Bu bo'lsa-mu valilar o'zi qo'l ostidagi valilik qildigan kishilarga unda huquqi yo'q degan gap chiqadi. To'sonmanlar degan o'zi aytiyapsan sen to'sqinlik qilma degan gap chiqadi. Va kadalik qawlu ta'ala va la tunkihul mushrikina hatta yu'minu. Yana Alloh taolaning mush oyati va an yakuna khitaban li ulil amri minal muslimina aw li jami'il muslimin ahra minhu an yakuna khitaban lil awliya. Bu ayolning valilarga xitob bo'lganidan bakrak butun musulmonlarga yoki musulmonlarning shunda qozi, rais bo'lganlarga xitob desak bakrak qilishidi bu. Loyiqroq. Va bil jumla endi umuman qilib aytsak, fa huwa mutaraddidun bayna yakuna khitaban lil awliya aw li ulil amr. Ma'qul bu ehtimolliqim bor, bu ehtimolliqim bor desak, ya khitabul lil awliya bo'lishi mumkin, ya khitabun li ulil amr bo'lishi mumkin. Faman ihtajja هذه الآية فعليه البيان. Ondan muş ayetni delil akaganlar. Tabul awliya bo'lishi bakrak kuchli degan bo'lsa, uning dalil qilinlar. Ulul amr demakchi deganlar, uning dalil qilinlar. Qana dalil akasan bo'ldimi shunqa. Bakrak loyiq degan. Xitab lil awliya. Minhu degana kawnuhu xitaban lil awliya. Kashi ibarasi shu to'g'ri. وبالجملة فهو متردد بين يكون خطابا للأولياء أو لأولي الأمر. شنو إنه ألدد وأن يكون خطابا لأولي الأمر من المسلمين أو لجميع المسلمين أحرى منه أن يكون خطابا للأولياء. يعني هذا كونه خطابا للمسلمين أحرى من أن يكون خطابا للأولياء. من هذا كين كستشو من أن يكون خطابا للأولياء ده عند شنوس. أربنا عبارة سوريسته من ده سورده. فإن قيل ديجان من مدته افتراض الاعتراض بالاعتراضنا هذا الاختراق وده جواب عنه. فإن قيل إن هذا عام والعام يشمل ذوي الأمر والأولياء أنا برس دبتون وبيادا umum bir ولا تنكحوا دب مثلا umum bir şekilde dedi yani silah dedi. Bu silah hazır veliligimi akudo, evliyagimi akudo dedi. İşkilisi akudo da turvasa, bunun deymez. İnne hadal khitab innema huwa khitabun bil men'. Bu hazır çekleş doğruluk deyilgen söz mü o? Yani onu kızdırama bağmanlar da ama vel men'u bis şer'a. Çekleşgen şeriatın hüküm boyunca buludu bu. Feystavi fiil evliya ve gayrum. Onda olan iken veli olsun ve başkalar olsun okşaş buludu. Tam beraber oldu. He? Çekleşte veli bilen başkalar tam beraber hazırmış ya da. Çünkü sen umum dep tur oldu. He? Umum bolgan iken
veli mi bamay turilish kerak, veli emas odamni bamay turilish kerak degan gap chiqdimi? Va kawnul vali ma'muran bil man'i bil shar'. Endi velininki cheklashing kerak deb shariatda hukm kelib unda buyurilgan bo'lishi, la yujibu lahu vilayatan khassatan fil izni asl ajnabi. Demak, veliga aqdlarında bamanglar deb qilgan cheklama, u nikoh qilgan chog'da mushun ruxsatnomasi bo'lmaydi deganlikni bildirmaydi. Aslul ajnabi qiyasan alal ajnabi. Al-maqis alayhim shada ajnabi. Chunki ajnabiy bilan veli shada o'xshashda. Bamanglar deganda o'xshash bo'lgan ekan, ani sen hozir demak cho'g'ama izn masalasimi ajnabiy bilan veli o'xshash bo'ldi. Walau qulna innahu khitabun lil awliya. Ma'qul bu khitabun lil awliya deyli. Bundan tek nima kelib chiqdi? Yujibu ishtirati iznihim fi sihhatin nikah. Bu chaqda ashularning nikoh to'g'ri bo'lishi uchun ashula ijozat berish kerak degan chiqdi. Bunda bo'lsa nima bo'ldi? Lekin mujmal. Bu chaqda mujmal bo'ldi bu. Bu nasning hozirmasa darajasi mujmal nas bo'ldi. Mujmal bo'lganki buni amal qilmay qolamiz. Yani tafsiliy jihatdan uqmasak amal qilmaydigan. Nima uchun bunda mujmal bo'ldi? Li'annahu laysa fi zikr asnafil awliya. Chunki bu oyatda manda turli odam vali bo'ladi deb uni tafsili bayon qilmagan ekan, biz qaysi odam vali bo'ldi bo'lmay gangirab qilib buni amal qilmaydigan bir holat shaklida emasmi? Wala sifatuhum wala maratibuhum. Demak, uning sifatlari, martabasi, qaysidan qaysi keng keladi, unda gapmi yo'q, fasik bo'la olamni bo'lamam degan gap yo'q. Ayol kishi bo'la olamni bo'lamam degan gap yo'q. Wal bayan la yajuz ta'khiru an vaqtil haja. Bu usuli qoidaga la yajuz ta'khiru bayan an vaqtil haja. ولو كان في هذا كله شرع معروف لنقل تواترا أو قريبا من التواتر. Mush masalada ishtirotiladi masalasida agar haqiqiy shariatda aniq belgilangan bir hukm bo'lgan bo'lsa, bu mush Zuhriydan Sulaymon ibn Musa rivoyat qilingan mush yo'l orqali emas, yoki oyatlarning dalolati ojizovatda ehtimolli holat emas, aniq bir hukm kelibdi. Mutawatir holatda biz sahihligida shak qilmaydigan bir dalil kelgan bo'ladi. Chunki bu bek muhim masala bu. Yana hada mimma ta'allumu bil balwa. Chunki bu hamma oilaning beshiga duch keladigan bir masala. İnsanlar hammamiz duch kelib qoladigan bir cho'ng ish bu. Va ma'lumun annahu kana fil madinati man la waliya lahu. Madinada valisi yo'q ayollar bordi. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد أنكحتهم ولا ينصب لذلك من يعقدها. أنا نقل قلمدي كي رسول الله üzülam onu nikahını qilib qo'ydi yoki Rasululloh uni nikahını qo'ydigan velildan belgilab qo'ygan degan gaplar naql qilinmadi. Shunda bir rivoyat kelmadi. Masalan, ma ayolning valisi yo'q ekan, falona sen buning vali bo'lib nikahını qilib qo'y. Amaning valisi yo'q ekan, buning tuqqanlaridan namsa, majraqroq ma vali bo'ldigan bir falon tuqqan yoki ashu vali bo'lsin deydigan bir rivoyat keldi mo kelmadi. Ashu haqqida hozir biz uni sey emas, ojiz deb uni hisoblanmagan taqdirda zatir. Musulmonlikmi hozir uning ojiz bo'lgan ekan, uni hujjatlanmaydi. Ya sultanning Shariatning oyog'i shu. Bayni istajaru fasultan valiman la waliyala. Aşı burada desem. Ve aydan feynel maksud min ayet leyse ve hukmul vilaya. Yani ayetten ve la tunkahul müşrikin diye ayetten bu yerde vilayet meselesi toxtalgan ayet emas bu. Bunun hükmünü bayan qılmatıdır. Bu müşrikliğe yattık ulaş haram degan gap meselesi. Ma'ni hükmünü bayan qılatıdır. Maksat ma'bu. Demek müşrik ayollarni amma müşrik erlarga müşrik ayollar tegmasin degan ma'ni shuni bayon qilyotidi. Va hada zahir ma'nisi mushu. Ama bunun velilikki ataatın da şahına ekkene turib bunu delil göstersek bu tarzı. Vallahu alem. Ve amma hadis Ayşe radıyallahu anha fehuve hadisun muhtelefun fi vücubil ameli bihi. Hadis Ayşe hazır. Bu şu mesulde zade Şafii mezhep, Hanbeli mezhep, bu şu zade en delil manada gösterken hadis şu. Yani eyyuma imratin nikahı bi gayri izni veliye fe nikahuha batıl diyen. Ayşe'den Urve'den Zuhri'den Süleyman ibn Musa, Süleyman ibn Musa'dan ibn Cüreyj rivayet qilgan. Yoki undan boshqa yo'llar orqali boshqa xil kelgan, lekin darajasi ma'noga yetmaydigan hadislar. Hadisun muxtalafun fi vujubil amal bihi. Yani sahihlikda muxtalaf, muttafaq hadis emas. Wal azharu anna ma la yuttafaq ala sihhati annahu laysa yajibul amal bihi. Nimishin amal qilishda mishal muxtalaf esa, chunki sahih bo'lmagan narsada, sahih bo'lmagan hadisda mushu amal qilish vojib degan bo'lmaydi. Azhar degan gapga oshkoriyga desek yaxshiroq tuqqanmi, ma'lumki desek. Ochiq chiqib turdi deymiz. Jalliqroq bunda ko'rindi demak. Va idan sallamna sihhatal hadis.
ma'qul biz bu hadisni sahih deb ma'qul deb turaylik. Falaysa vajl istilal qildi deydi. Falaysa fihi illa ishtirat iznil wali liman laha wali. Valisi bor bir ayol olib qolsa, sarang bo'lishi mumkin, kichik bo'lishi mumkin, yo do'ti bo'lishi mumkin. Anda odamning vali bo'ldi-ku, bir odam yo'qdi. Mushunda ahvolida anda shu vali umuman degan mazmun chiqadi bundan. Yani el-mula aleyha. Dışarıda başka bir er kişi igi bulab koyduğun bir ayol bolsa, mesela didekken bu, ya saranken, ya kişi kız olayken. Bu şunda ahvalda velisiz kız bulmaydı deyin gep, bunda kensek buldu. Demek mesela didek velisizden ruhsatsız nikah kıysa bat. Saranmış şunda, sagiramış şunda. Kişi bir kızı olamazken, bir şey verip, ben size teydim deptu. Batıl o. Velisi olmanı ki. Manda şunu mu zeydim hadir mi? Şunusunuz. Ve in sellemna ennehu amun fi kulli imra'a. Maqul bu başka adam yolab turduğan sarang didek kişi kız olamaz. Hamma ayolları umum te deb shunda qabul qilib turaydi deydi. Falaysa fi annal mar'a la ta'qidu ala nafsiha. Bu hadisda yana ayol o'zi qilolmaydi degan gap chiqmaydi. O'zi qilolmaydi degan gap chiqmaydi deydi. Qanda? Yani Allah takuna yallati talal aqd. Yani o ayol aqdni o'zi qilsa bo'lmaydi degan gap chiqmaydi. بل الأظهر منه أنه إذا أذن الولي لها جاز أن تعقد على نفسها. bundan canlıqroq ko'rinib chiqadigan mazmun shuki, agar ash vali ise siz o'zingizni nikohingizni qilsangiz bo'ldi deb ijozat bergan taqdirda shu ayol qilsa bo'lar degan gap chiqadi. Ma mazmunda taxim canlı. Chunki beg'ayri izni valiya degan. Agar bi izni valiya bo'lsa shu ayol qilaverdi degan gap. Dun an tashtarita fi sihhat an-nikah ishhad al-wali ma'an. Demak, bu yerda ash ayol velisinin icazetini öptü. Ya dadisi ruhsat tutmasın. Kızım size aşağıda, Beijing'de aşağıdaki aşı balılan toyunuzu kılıversın ben razı buldu. Kılıveren döptü. Kendi o aşağıda kılıverse, o dadisi şu sorun bulap, yadı nikahının ifadesini dadisi bildirip kılması mı? Aşı buluyordu deyen gap çıkıdı aşı, size delil kıygan aşağıdisten değil. Çünkü bir gayri izni veliya dedi. Ondan dadisi izni kıysı şu buldu. Peki Şafii Mezhep'te dadisi üze şu nikahda kızını beğendin de erkek çıkıldı ona erkek çıkılmaydı. Söz hazır nikah kıldığın söz dadisten çıkıldı. Hazır madde sadece Şafii'lik kartta zinaga öldük kaldı hazır. Muhaliften tahlil boyunca. Ya. Şuna vecil istilal bek mühim var. Hadisinin sayı sayamaz mı bu mühim. Aşırılar uyan bırakıyordu. Ondan vecil istilal sayılikine ama kabul kılan takdirde vecil istilal bu bek mühim. وأما ما احتج به الفريق الآخر من قوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف يما آيات كاسك ونمد يعني في مزدك دقيقا فيما فعلن فإن المفهوم منه النهي عن التثريب عليهن فيما استبددن بفعله دون أوليائهن. Yani bundan düşündüğün Allah bugün neyse evliyalarına arlaştırmayı bu ayal özü kılıvetti bunu ama. Kılıversen bunun tabım alamet yok. Tefsiri diyen şu tabım alamet eyipleş yok deyin. Eyipli sanlı bulmaydı diyen manşudu. وَلَيْسَ هَوْنَا شَيْءٌ يُمْكِنْ أَنْ تَسْتَبِدَّ بِهِ الْمَرْأَ دُونَ الْوَلِي إِلَّا عَقْدُ النِّكَاحِ. Şimdi bir yerde velisine taşlap koyar. Üzülüm kılavalığın nasıl nemiz adı? Müşayette. Şu nikah onun başka nasıl yok? Ya bir öyünü setilmiş meselesi nasıl bu? Ya bir sefer kılıç meselesi şu nikahın gibi. Lan kimsen velisiz halatta özü kılavalığın nasıl nikahı. Fazahir adillah Allah alem. Demek müşayetinin zahir dericilik manisi Allah alem mavud edin. أن لها أن تعقد النكاح وللأولياء الفسق. Ayol kişi fima fa'alna olan iken ayol kişi özü qiliyas buldu degan chiqdi. Andan avliya qanday qildi? Mesela avliya ziyarlik qilib qolsa bu qilgan nikah. Anda avliya buzu shaqwa degan chiqdi. İza lam yakun bil ma'ruf. Çünkü fima fa'alna fi amrina min ma'ruf yani iken mush nikah zodi joiz bo'lgan bo'lsa, hech kim ziyatmaydigan holatda bo'lgan bo'lsa, unga ayiblash uchun bo'lmaydi dedi. Yani veliler etiraz bildirilmezler yenge. Eğer maruf bulmaptı bu. Araf kesitten kımavazın bir sikipti. Bu çağda maruf bulmanıken tostanı buldu diyen. Yani karşılık bulduysan buldu dedi velilik. Demek bunu da ne çıktı? Veliler aşında ahval olsa, na ehliga tegib qolgan taqdirda bu qizi veli buni e'tiroz bildirib, manga qarshi bildiradi dedi. Demak, buzutalaydi. Va huwa zohiru min ash-shar'. Mana shariatning hukmini biz nima qilgan bo'lsak, bunda chiqdi, bunda mazmun chiqdi. Illa annada lam yaqul bihi ahadun. Degan mush qarashni hech kim deb baqmadi edi. Deb baqmadimi? Ana shu gapni davasam. Hanafi mazhabning qarshida, ya'ni lahu haqqul fasdimda
haqqul i'tiroz dedi. Yo, haqqul fasq deb boshunda iliq nima? Yo'q, haqqul fasqda. Hamda Muhammadning nazarida bu nikah mavquf degandir. Mavquf degani aslida roziqi mavquf degan. Lekin Muhammad hozir ma kitobda lam yaqul bihi ahadun degan qala bihi Muhammad. Qala bihi Muhammad. Yana İmam Abu Hanife fi rivayet-i Navadir agar ko'p bo'lmasa hisoblamas dedi. Bu xuddan veri buzatmasmi va tegdan buzib ketdi deganman, batıl deganman. Ularning shu Muhammad deb baxtda, ana Abu Hanife mo veriga e'tiroz bildira oladi dedi. E'tiroz bildira oladi deganikin bu qanday e'tiroz bildi? Qoziga e'tiroz bildirdi. Yani dava açıldı. Bak kızım, beni razıkımsız, beni naildimsiz tekde. Bu kuduvacılığımı da cemiyette yüzü abroyunu töküdü. Şu manikanı hesap inançsız kılıdı. Dava açkan iken qadamdım. Ağıl qarab bakıp, bu rasanda arak keşik tegisi bunun inanç kızığı adam mı? Şunda takvadar sağla, şunda isir, yüzü abroyluk adam mı? Onda vata atısı buzutudu. Ya ki umamda o kumavaza naşar kiyoğuldun beterrek olup kalsa, o çağda buzulmaydı. Sen zâli tigirde bulundun bekrek. Na ahli oğan iken, o sana kiyoğul olup kalsa, kanda ardımı sekiliyordu. Tabi o çağda buzulmaydı. Demek bunu tasdik kılışımızsa qazının kulda. Ahval şahsiyede iliq o'qigan Hanafiy mazhabida masalan valiyin haqqun tasdiq. Ya shuni sizlar Hanafiy mazhabning o'zining kitoblaridan endi qarab boqsanglar. E'tirozdan do ya fasdan. Agar haqqul fasl deb qolsa, muallif hozir unda bir kun deb baqmın deydi, Hanafiy mazhab deb baqam bo'ldi. Haqqul i'tiroz bo'lsa shuni yaqin binosi bo'ldi. Ammo Imom Muhammadning qarashida shu mavquf degani shu xuddi endi hozir shar'iy mahkama yo'q. Bu degan hozir biz duch kelayotgan bunda qiyin mushkullarning birisi. Lekin masalan Misrda bor, Suudi Arabistonda bor, shar'iy mahkama bor o'rinlarda mush hisoblanadi. Asli shu, asli qoida nima? Musulmonlar islom davlatida, islom hokimiyati ostida shar'iy mahkamaga da'volashgan shunday holatda yashash şu asli qoida. Yani o shar'iy mahkama yo'q. Yevropadagi musulmonlar shar'iy mahkamaga da'volashmaydi. Yo'q. Bu shu qonunga da'volashgan ahvol bor. Bu benormal ahvol. Ma Shafiy mazhab, Hanbali mazhabda zaten tegidan hisoblanib batıl bo'lib ketdi. Nikah batıl dedi. Batıl bo'lganligidan shu. Veli e'tiroz bildirsin, veli ma'qul kelsin batıl. Veli ma'qul kelsin batıl. Veli qilmanikan nikahni bundaga. Hamda bu Yevropada hozir masalan shu ayol kishi o'zimda nikah qila oladi qonun soati ega degan gapni Abu Hanifa 1400 ilgari deydi. Kufaning da laytamliq o'zi turib deb qo'ygan gap. Yani Yevropa bizning medeniyet qonunimizda eng ilg'or qonunni qildik. Erkinlik, huquqni qo'llaydigan qonun chiqadi degan qonun shundan iborat. Yani shu ayolchi to'qlalaydi degan gap shu. Abu Hanifa deb qo'ygan gap. Endi idofatun nikah, amma idofatun nikah ilayhinna falaysa fihi dalilun ala ikhtisasihinna bil aqd. وأن يحتج ببعض ظاهر الآية على رأيهم ولا يحتج ببعضها فيه ضعف dedim. Yani bu şu ayetning bir qismini dalil qildi, bir qismini dalil qilmadi demakchadir. Chunki min ma'ruf deganga nima qilmadi? Ma'lum nazarda. Ama falat adulunni dalil qildi dedi. Ma Ibn Rushd shunday demoqchi. Bu ojiz gap qildi. Oyatni butun holatda unda tutish kerak. Agar bu oyatning nisi bo'yicha fasq bo'ldi deyishing kerak dedi. Unda o'nkin Hanafiy mazhabining dalil bo'lishga yaraydi bu. Chunki Hanafiy mazhabda shunda Imom Muhammad fasq dedi, yoki mavquf dedi. Abu Hanifa i'tiroz bildirish haqqi bor. Ma'ruf bo'lmasa i'tiroz bildirish haqqi bor. Va amma idofatun nikah ilayhinna, masalan, ayyinkahna azwajahunna deb nikahni shu ayolga isnat qildi. Falaysa fihi dalilun ala ikhtisasihinna bil aqd. Bu shu ayol o'zlam qildi degan dalil yo'q unda. Lakin al-asl bunda dalil yo'q. Lekin hamda aslida ashunda hammadan o'zining ishini o'zi qilishi namaz. Asli qoida shu. Illa yaquma dalil ala xilaf zalik. Faqatlam undan aksicha boshqa bir dalil bo'lib qolsa, u chaqda undan ma'qul deymiz. Bayatın yuqorida dedik-ku, mush masala dalil talab qilingan taraf shu varishat deganlar. Chunki al-asl bara'at zimma va adam al-ishtirat, va adam al-ishtirat al-wali wal qoida. Bunda ekan ma oyat ma Hanafiy mazhabga xil dalil bo'la oladi demoqchi muallif. Va amma hadis Ibn Abbas radhiyallohu anhu fa huwa la'amri zahirun fil farq bayna as-sayyib wal bikr. Zanifni Davud Zahiriyni qo'llab qolgan. Shuningga bakrak mayli o'g'indak kunda. Hanafiy mazhablar kichkanda. Ammo Shafiy mazhab Hanbali mazhabga qat'iy. Ve la'amri degan menga endi bu Allohdan boshqa bilan qasam qilib kafir bo'lib ketdi demdi. Shunday emas. فليحلف الله وليصمت مداهل وسا كافر ديته بعد
فقد أشرك من حلف بغير الله فقد أشرك من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت bundan kim şahadadır deymez ömrüden qasam qildi Allah Taala Rasulullohning umri bilan hayoti bilan qasam qilgan ama lamrga innahum lafi sakratihim ya'mahun dedi bu Allah Taala xalqan narsadan qasam qildi lekin biz bandalar uchun biz Alloh bilan qasam qilmaymiz bu lamri degan so'z bu arabning tilida ashunda diniy birgan lekin qasam maqsad qilmaydigan so'zdir maqsad qilmaydi la yu'akhidhukumulloh billaghi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima haqqattumul ayman aw bima kasabat qulubukum lamri degan so'z bu kirib qolganlik uchun degan so'z demak endi bu Ibn Abbosning hadisi bu cho'kan bilan qizni ayirib kelgan hadis لأنه إذا كان كل واحد منهما يستأذن ويتولى العقد عليها الولي فبماذا ليت شعري تكون الأيم أحق بنفسها من وليها qizmo ma'adir Hanifi mazhabga qarshi javob qaytaryapti-da. Endi cho'kanmo qizmo ishkilisi o'zi nikohni o'zi bir taraf qilaverdi ekan. Bu ishkilisi bir taraf qilaversa, endi nima uchun bu ayyin cho'kan haqqi degan gapning mazmuni nima bo'lsa? Nima bu haq bo'lib qoldi deb e'tiroz. Ya'ni bu yerda hozir farqi bor degan. O farqi bor degan gap siz farqi bor demadingiz hozir bunda. Lekin Hanifi mazhabda buning farqi cho'kan bu nikoh bo'lgan roziqni o'zining ifodasini o'zi og'zi bilan deydi bu. Lekin qizchaq bu hayo qilganlik uchun o'zan tegmamasa tagdan unda dajumay buni valisi unda so'sa unda rayni elitib raziqni xushlam har kishilar buni putrasi bo'ldi deydi. Endi hozir qizlar ma'qul unda tartibmaydigan bo'lib ketdi hozir. Unda odatda shu so'zdan kelib tagdingizmi tagdim desa bo'lardi. Shu hayo qilganlik uchun dedi. Shu hayo emas. ليت شعري ديانو يمضون أزلت بلان شروع ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إدخر وجليل وتن سغنت ليت شعري شنو بلسان كين كشكير يندك بر بلسان ليت شعري ديان ده شعري يسقط سويدر ينجبا ليتني أعلم يعني شنو بر بلسان بوسان بر بلسان هنا أزر من ده بر فرق بوغان ديكن إسنا برتاق تيدرت كان سببنا دلوس بر قام بوسان يعني unda delil yok demek yani şu bir bilsem deymargina unda delil yok. Nima bu qandaqlar bu haq bo'lib qolganda ikkisi o'xshash tursa bu haq endi irzaki ifodalab o'zi qiliyas bo'lganligini haq. Lekin qizolanda hayo qilganlik uchun deydi. Va hadis az-Zuhri va yakuna muwafiqan hada al-hadith ahra min an yakuna mu'aridan lahu. Undan keyin Zuhrining hadisi ayyuma imra'atin nakahat bighayri izni waliha fa nikaha batil degan hadis. Ibn Abbosningki al-ayyim ahq va nafsaganga biz buni uduz qildi desak bakrak loyiq. Zid qildi degandan uduz qildi desak bakrak loyiq. O qarbu qarshi deb bunda tushunmaymiz. Bir-biriga nihoyat maslashidi deb tushunsak bo'ladi. Va yahtamilu an takuna at-tafriqatu baynahuma fi as-sukut va an-nutq faqat. Ya'ni bir ehtimollik bor. U bo'lsa-mu, bu yerda shu jim turib, raziq bo'ldisin bo'ldiganda qizolishunda qildi. Lekin cho'kan irzaki ifodamiz bo'lmaydi deganda shunda farq bo'lishi mumkin. Eminat shu farq shu. Va yakunu sukut kafiyan fil aqd wal ihtijaj. Demek aşk kızlarınınki ilik sözü olmasımı falan razı olamsız, sonumuzu koyamdık ama servisi için tutsa şu yeterli. Gayet kıygalık için. Es-sükut alamettir rıda. Şuna hazır, bu şu halkara kanunda mı, mesela BDT'nin kanunda bir jığında mesela bexatarlık kengaş pilatasını okuttu mesela. 15 azaba bu. Yani başka bütün yüzdeçi devlet jığılıp demokramda avaz aldığın çağda, bütün devletin rayını aldığın çağda ya ha ya yak demek cin tuğallah şu makul diyen, dımdan makul diyen bular. Mesela 5 daimi azaba bu meclislen. Bunun mesela rayını aldığın çağda mani makul mu dese ikkala ma'qul deb, ikkala yoq deb bir jim o'tasa ma'qul degan bo'ldi. Sukut alomati rida. Jim tug'anliqqa ma'qul degan bo'ldi. Va yakunu sukut kafiyan fil aqd wal ihtijaj. Bular qizlarga nisbatan jim tursimi yetarli dedi. Bi qawli ta'ala fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wa adharu fi anna al mar'ata talil aqd min al ihtijaj bi qawlihi wa la tunkihu al mushrikina hatta yu'min. Demak, va la tunkihu al mushrikina hatta yu'min degan oyatni bu ayol o'zi valisizlar nikohga hisob qildi deganga dalil qilganda uning o'rniga fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf degan oyatni dalil qilish bakrak jalliq deydi. Lekin va ikkinchi oyatni biz nima dalil qildik? Ala anna wali huvallazi yalil aqd. Bu nikohni valilam qildi deganga ikkinchi oyatni dalil qilgan. Buni dalil qilib ko'rsatgandan Hanifi mazhabning oyatni o'zining vali shart emas deganga dalil qilib ko'rsatsa u jalliq. Har ikki tarafdan ikki dalilni solishtirib manda dalil qilgani jalliqroq deydi.
وقد ضعفت الحنفية حديث عائشة رضي الله عنها. يعني في مذهب كلا عائشة رضي الله عنها آش بياتن ك أروادن زهريدن سليمان ابن موسى روايت كيغان ونودن ابن جريج روايت كيغان أشو حديثنا عاجز دب قرده. çünkü سليمان ابن موسى عاجز. Hadi mezhebel Hanefiyan demekçi. Hanefi mezhebki vekillik kıldığın kalsa hazır aşu Abu Hanife'nin rivayet kılığın şu zahir rivayetine karşı şu. Lakin Abu Yusuf Muhammed Lama şunun etrafıdır rakamdır. Belki jirak etmeye alattı. Cumhuriyet ketmeye alattı oğlan diken Hanefi mezhebkiler şunun aciz de pardayan. Ve zâlike ennehu hadisun ravahu cemaatun an İbn Cüreyc an Zuhri. Bunda buluşu da bunu bir grup cemaat İbn Cüreyc'den rivayet kılgan. İbn Cüreyc Zuhri'den rivayet kılgan dedim. Demek İbn Cüreyc hazır Zuhri'den rivayet kıldı. Kummede İbn Cüreyc Süleyman ibn Musa'dan andı Süleyman ibn Musa Zuhri'dir. Ve hake ibn Uleyye an İbn Cüreyc ennehu se'ale Zuhri anhu felem ya'rifu. İbn Uleyye bu İsmail ibn Musa mı? Demek bu Uleyye diyen bunun anısının ismi. Bazı sahabının anıska muğdagaş var. İbn Uleyye de koysun. Ya'la ibn Munniye degende. Anısının nispet verildiği vallahi. Aynen meşhurlar tanınıp kalın. Şunda anısı bekerek meşhur olsa derhal tanışın anısının ismindeydi ağabey. Demek bu İbn Uleyye de meşhur olurken bu Uleyye hanım anda tanınılan hanımken davanıken derhalamda Hazreti İsmail ise İbn Uleyye. Tabi İbn Uleyye diyen kısım sanfağı. Bu İbn Uleyye İbn Cüreyc'den rivayet kıptı. Ennehu se'ale Zuhri anhu felem ya'rifu. Yani Zuhri yazır. Ayşe hadisini rivayet kılgante. Yani İbn Cüreyc buna Süleyman ibn Musa'dan anlap ki Zuhri'nin kaşıkiler özleri müşahidesinin bunda da bir rivayet kılgan mutla dese Zuhri tam bunda hadisini okumayma deptike. Mesele şu. Ama hani bir mezhebinde de ve delil ala dalik enne Zuhri lem yekun yeşteritul wilaya. Mana. Zuhri men tam okumayma degenin yani bir ispatı Zuhri'nin özünün karşıda veli şart emas. Nikah veli şart emas. Velel wilaya min mezhebi Ayşe. Ayşe'nin karşıda veli şart emas. Ondan bu Ayşe'nin özü aşağıdasını rivayet tutup, özü onun xilaf kılamda. Zuhri'nin özü aşağıdasını rivayet tutup, özü xilaf kılamda. Mao akıl sığmaydı o dedim. Hem de bu adam var, cumhur hazır nindeydi ama İbn Uleyye'nin kıyga rivayetini bu yalgan bu deyip durur. Hem yalgan diyen ne delilimiz var? Yok. İbn Uleyye çatak mıttı, aciz mıttı Süleyman ibn Musa'da ziya. Bundan sonra siz şeyinlik adamının bu rivayetini ammay. Süleyman ibn Musa'nın aciz rivayetini alamsınız. Mesela. Bu galitı bir yapım. İbn Uleyye şu vakalık yani Zuhri men okumayma degenini rivayet kıldı. Lekin şu vakanı rivayet kılgan aşı yalgan mı rasmı? Cumhur yalgan deydi. Yani şu tıras deydi. Yalgan nişke nemi ispat dese yok. İbn Uleyye yalgançı mıttı ziya. Ma cumhur degende yalgan deb tursak mı? Zuhri'nin o'zining qilgan rivayet. Ayşe radhiyallohu anhaning o'zining qilgan o'zining degan so'zga xilaf bo'lib qoldi. Demek bu ravi o'zi rivayet kılgan narsaga xilaf bir ish qilsa, ma hadisning taza o'zining nazari ojizligini bildiradigan bir qoidasi bor. Va qad ihtajju aydan bi hadis ibn Abbas radhiyallohu anhu annahu qala la nikaha illa bi waliyyin wa shahiday adlin. Mesela yuqorqi hadisni buni ojiz deganimiz yo'q, manba deb aklimiz qolmaslar. Bulam emas. Manda isim bor deb kelgandikan, walakinnahu muxtalafun fi raf'ihi. Buning Rasulullohning degan so'zimi emasmi buni ixtilofpa. Ama bu marfu degan taqdirda, marfu rivoyat qilingan Rasulullohga tutashtirib rivoyat qilgan rivoyatda buni raviylarida Adi ibn Fadl degan kishi bor ekan. Va huwa saqitun yoki daifun matruk. Yoki bu daif marfu bo'lgan taqdirda. Degan mavquf bo'lsa, bu chaqda dalillar kelishga hozir taqibak yarmay çünkü sahabenin sözü oldu. Demek bu la nikah illa bivli ve şahide adlın gadisi kim rivayet kılgan? İmam Şafii Musnad rivayet kılgan. Daraqutni, Haytami fi Mecmu' az-Zawaid mesela. Tirmizi rivayet kılgandı. وكذلك اختلفوا أيضا في صحة الحديث الوارد في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وأمره لابنها أن ينكحها إياه. Bunu gap. Sahabada Abu Seleme buna kat sabit. Bu canlı şehit kılgandan keyin vafat olgandan keyin Ummu Seleme kaldı. Bu Ummu Seleme Habeşistan'a hicret kıldı mı deydi. Yani bu kattına fazilet kaldı. Kat sahabe. Ondan keyin neçe yetim balalar bilan kaldı. Kalgandan keyin Resulullah aşu Abu Seleme'ge ihsan qilish, ma yetim balaning besini silab, ma ayolning martabasini ko'tarish uchun, izzatlash uchun Resulullah alayhi deb. Yani İslam için fidakarlık gösterken şunda bir
erinin ayalımı. Onun için bu ayalımı aşında fedakar ayallardı. Onun için Resulullah bunu alaydı. Ve İmam Ahmed rivayet kılades, Nesai, Tahavi Beyhaq'ta rivayet. Merhuli ibniha eyyumkiha iyyalik. Hazır mesele şöyle, Emruhul İbniha deyin. Ama hadiste ben sizge adını da okuyayım. İmam Ahmed kanda rivayet ediyor. Haddesena Abdullah, haddeseni Abi, sana Affanu, kâle sana Hammad ibn Seleme, sana Thabitun, kâle haddeseni İbn Umar, İbn Abi Seleme, biminen, an abihi, enne Umme Seleme radıyallahu anha, kâle, kâle Ebu Seleme. Ebu Seleme rivayet vaktıda. Yani Umme Seleme'nin burunki iri Ebu Seleme müddeleptike. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون عندك احتسبت مصيبتي وأجرني فيها وأبدلني ما هو خير منها. Demek Resulullah müjdat diğerlikine Ebu Seleme anlatırken hem de فَلَمَّ احْتُضِرَ Ebu Seleme üleş aldı da. Kal Allahümme hlufni fi ehli bi hayr. Ayet tavavatımı benim ornamga ubdarak birisini koyasaydık da. Felemme kubida vefat olgandan keyin kultu yani Ümmü Seleme derdi. Kultu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahümme indeke ahtasibu musibeti fe ecirni fiha debtu. Bu duanı okudu. Kalet, yani mealin ayetin ubda mezmun var. Kalet ve aradtu en ekule ve ebdilni hayran minha. Demek ki muşu musibetin bunda geldi. Yani bunun muşu musibetinin beşin kayanın ornuna da ubdan almıştırıp tasla. Budan bir adam muşu yeriminin ornuna ubdan evvelsi diyen bir mezmun çıkırsın ama. Çünkü yerin ayrıldı. Yani hayran minhu da bunda diye dedin de. فقلت ومن خير من أبي سلمة أبو سلمة مقدرة قدم باما dedim ülkemde mi daha oylattım. فما زلت حتى قلتها عند رسول الله duasında kaygan boğan diken. Ben bunda yerimdim obdadan bağıttı da bunu kılıp bunda desem kanda Allah o bu da ki ahiren Resulullah hadisi kaygan diken de deptu. Dua kıptı. Bunda hayran minhu da. Ya Allah. Başlarında demey ecirni musibeti de başlar. Aynda da toxtuğan. عندك احتسب مصيبتي احتسب عندك مصيبتي فاجرني فيها yani bu musibetim için senden ecir Süleyman ecir birde pisavlayman şuna bana nusret vergen yaki panalık vergen demekçi. Ende de toxtab qılab ende adrini hayran minhu dep ende bunun erimdimmi şu erkekke erimdimmi ubdadan bağıttı dep keyin Resulullah'ın duasida aslında kelgen boğaçqa Resulullah'ın diginni depti bunu. Fema ziltu hatta qultuha ahire dedim de. Falamman qadat iddatuha khatabaha Ebu Bekir. İddeti toşkandaki Ebu Bekir elçiye açıktı. Ebu Bekir mi Ebu Seleme'nin efzel ama bu icma ehl-i sünnenin üstüşünde. Feraddethu yani durutup Thumma khatabaha Ömer feraddethu. Feba'ate ileyha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ki Resulullah'ın elçiye açıktı. Ebu Bekir'in şu Ömer'li mi? Aslında ma ayal şunda fedakar aylı olan iken, yerim şunda fedakar aylı olan iken bu ayalına kavalet yani onun başmana olap izzetleşin xigaşma. Sonra andaki onu yandırırken iken o itim balı bilan kap kaldı. Kap kalınca Resulullah elçiye açtı. Elçiye açken iken faqalet merhaban bi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve bi rasulihi. Resulullah merhaba, Resulullah'ın mı ileriki elçiye merhaba demek. Akhbir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem enni imratun gayra. Elçi gidipti. Resulullah'a aytib qo'ysa, men kundeshlik qattiq ayol. Unda Resulullah'ın atrafında neçe ayol var. Men berib qalsam kundeshlik qilib qapib salaman, yaram salaman. Ve enni musbiyatun. Musbiya degani uning sabiy bolalarım var. Bak yetim bolalarım 3-4 bo'lishi mumkin. Zeynep mesela. Böyle bo'lgan ekan, mening shaqollarimga baqamanda Resulullah'ın xizmatini udan qilolmayman. Yani avachilik akram taha. Aramakemmal. Yani bunda chiroyli uzr aytgan. Ve ennehu laysa ahadun min awliya'i shahidun mana. Ma vecnisillah'a şahit olduğun narsa bu sahabaya lazım. Benim ballarım kim? Kimleşkim yaman. Yani onun üstüne takımının velilerimde hiç kim yok adım yani. Çünkü o icraat kılıp uruk tutallara şey kaldı mesela. Bunda bağlan ki onun nimamı yok. Velilerim bir adım. Yanımda veli yok dedi. Feba'ate ileyha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Resulullah'ın o elçinin cevabını Allah'ın ki elçinin kaytıver. Hem gibi birbirler cevap kaytırıptı. Amma kavluki inni musliyatun fe innallah seyfiki sıbiyaneki. Allah Teala özü havalda bildirinir. Hatırcam bulan. Ve amma kavluki inni gayra fese'adu Allah en yuzhiba gayratteki. Ben dua kılıma. Tümdeşlikini Allah Teala kettiriyordu. Bunu da mutlu sayarız.
Ammel evliya, veliyim yok degan masala kelsak, falaysa ahadun minhum shahidun, ondan hech qaysi yo'q desangiz, ularning ishidan ba'osin yo'q bo'lsa hammasi menga rozi bo'ldi. Rasulullohni kuyovlik qila olmaymiz degan yo'q. Mahalli shahid adım shahid mana. Qultu, demak hamda Rasululloh hamda Allohdan yo'l qo'ymayapmi qayil qilgan ekan. Nima debdi? Qultu qum ya Umar, fazawwij Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu Umar hozir Abu Salamning o'g'li ekan. Bu shu chaqda 3 yosh, 2 yosh, İmam İbn Qayyim 3 yoshda, ba'zi 2 yoshda chiqqan. Shu chaqda hozir shu nikoh bo'lgan o'rinda 2 yoshlik taqshaqki bo'l ekan. Demak hamda shu o'rinda sen meni Rasulullohga bergan deb Valining o'rnida unda deb berdim. Ba'zilarda bu Umar yo'q shu Umar ibn Xattob shu deganim bor. Da'vati bu kishilarga undan qiyinlik chiqmaydi. Ya'ni Umar ibn Xattob desak, Umar ibn Xattob Ummu Salamaga bizdan tuqqanchiligi va boshqa yaqin tuqqanlar bo'lmagan jiroq tuqqan valiyolar deymiz. Demak hozir bu Umarga dabamda ayollamda boshqa bo'lmagan o'zimda men tagdan dajganning Balistonda degan tariqada menda dedi deb tushunamiz endi buni. Balistonda deb qo'ygan tariqada bu hisob bo'lmasimi deb qo'ygan tariqada meni o'qildi. Bundan valiyim yo'q degandan shu valiy bo'lmaydi deb valiy shart qilgan shunda demak mushanda ikkili tarafga dalil bo'lib qolgan bir hadis ma'lum. Bu hadis zaif hadismi? Işte muhtelif nadir. Hasan mutte, Zeyd mutte deganda muhtelif. Sanad jihatdanmi muhtelif. Demak bu Quba Umar bolam Rasulullahning nikohini bitirib qo'ygan. Ya'ni meni appagan demakchi. Faqala Rasululloh sallam amma anni la unqusuki shay'an mimma a'taytu ukhtaki fulana. Demak Rasululloh da undan ekan men sizga shu boshqaman ayollarimni, ya'ni sizning amralaringizni demakchi, kundashlaringizni şurada qanda to'yib qo'ygan bo'lsam, ay falani qanda to'yib qo'ygan bo'lsam, shunda to'yib qirmaman, bir yosh to'q, bunda ishga ko'zimiz narsa deb boshida to'yliqni bayon qilgan. Hadisning oyog'ida yana bunda qilgan debdi. Va kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ya'tiha jaa akhadat Zaynab. Zaynab mushu bint Abi Salama. Buranqi erdim bo'lgan bola, yetim qolgan. Rasululloh shuna kaslama Zaynabni chiqarib olganda, fawada'atha fi hijriha liturda imatman deb lomg'ach. Demak, hamda bir xil ya Rasulullohning ta'tilganini ulab, Rasululloh o'yichi islom, Rasulullohni kutib olmay, ajab balasida mashg'ul bo'ldi ekan. Va kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayyan kariman. Rasululloh ayoli qolgan ekan, qo'ya balni. Men chigan ekan, bunda o'ttar deb bundan o'qimay, isli bo'lgan ekan, ayollar odatda boshiga qilmaydi. Faraja'a demak balasini yutib o'tganiga Rasululloh hamdasta qaytib ketdi ekan. Faqala dariga miraram bir necha qizim unda bo'libdi. Fafatna Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir bu ivildash bitqin ekan. Ummu Salamani. So'ngrasidan anda qilganmi ba'zi ishlarga diqqat qildi-da. Fa aqbala zat yawm wa jaa Ammar. Rasululloh bir qatam shunda kelgan vaqtida Ammarni kelib qolibdi ekan. Va kana akhaha li ummiha. فدخل عليها فانتشتها من حجرها. Şunlar bazısını alıp imkan bulup oturtken onlar açtı o balını kuşkuda eklemanadı. وقال دعي هذه المذبوحة المشقوحة التي آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فجعل يقلب بصره في البيت. ما ayağını okuyla çünkü Ali'nin ayağı da Resulullah'ın ahlakı, amanımızı münasebeti mühim mezmunlu oldu. Ammar ibn Yasir balını kişilerin boğazını eşketkendiğinden keyin Rasulullah çırıptı. Çırıp bir neçe kadın çiğse balını kuşkuda algandan keyin qaytib ketgan. Endi maqdim çiğse o balı yo'q qo'ttagandan keyin qo'y Elqi Zeynepli qana, her kadın çiğse evit turaldigan Zeynep yo'q qoldi. Uyinimda izlaydigan. Va yaqul ayna Zunab. Zeynepli akiletmismi? Ma fa'ala Zunab? Voy nerede nimish qiladi deb. Qalat ja Ammarun fadaba biha. Ammar kelib aytibdi deb. Qala fabana bi ahlihi. Rasulullah shu chaqda ayollardan birga bo'lib. Uning uchun chiqatam qashqacha esa balasini agiratgan balasini imitgan bo'lib o'tiribdi-da. Tartmagan doya yaxhigamdan bir. Buni Imom Ahmad bunda rivoyat qilgan. Ana shu balasini 2 yoshida 3 yoshlik balasini bunda qilganda debdi. Bu rivoyat. Va amruhu libnaha degani o'sha ayol hozir balasini. Ya bir rivoyatda Rasululloh balasqa ayolning balasqa amanikani tugagan deb buyurgan nima. Endi ijmo'an barliq olimlarning nazarida bu kichik bola 2 yosh 3 yoshlik bola layikuni biliyor. Bu o'zgardi olamasa boshqa qanday vali bo'ldi? Shu vali bo'lmaganlik uchun bu ayol mening valilarim yo'q degan tushunaman, qishim yo'q degan. Ana hukmatning tushunishida bu agar shunda birisini vakil kichik bolani yo cho'ng odamni vakil qilgan bo'lsa bu vakolat masalasi mavjud.
ayol hozir mana nikah ishini tutirib qo'yay deb buyurdi-ku. Kichiklarni buyurdi, o'zining kichik bo'g'alsin buyurgan bo'lsa, Hanifiy mazhabning qarshi kichik bolani vakil qilish joiz ekan. Veli emas, vakolat. Undan kim bu masala Hanifiy mazhabga hech qanday taqashmaydi deydi. Wa amma ihtijaj al-fariqayn min jihat al-ma'ani fa muhtamilun. İkili tarafının akli deliller, mezmun tarafının, kıyas tarafının kıygan delilleri ihtimallı. Ve delik annahu yumkina yuqal. Mesela, manda değişkin buldu. İnner rüşte idâ vücide fil mar'ati iktufiye bihi fi akdin nikah. Mesela, aklı uşu cahil olar, aslında tasarruf bolsa, menfaatini o'zi biladigan holati bo'lsa, bo'ldi bu ayol kishi nikah masalasida o'zi bir taraf qila oladi deyamiz. Xuddi masalan mol mulkini bir taraf qilishda o'zining to'liq salohiyatga ega bo'lganda, pulni o'zi hajalaydi, undan keyin o'zining hayot masalasini o'zi bir taraf qila oladi. Bu bir qiyas, ya'ni bu nikahni mol mulkka qiyas qilish. Ve eşbu ay yuqala, yani manda desekmo şüphalidir deydi. El-mer'a mailatun bittaba ila rical ekthara min meyliha ila tebdiril amval. Demek yani sizin kıyasınız kıyas mal fare. Mal mülk diyende bu pulunu buzup çeşkinde Allah'a maillik olmaydı ayakışını. Ama ayakışke maillik kulaş mesela tabiiyeti de Allah'a bağ. Bundan ki bu gözünü qarıqıp koyuş mümkün mesela. Doğru faydalılık işini kılıştan tosap koyuş mümkün. Hissiyatda ayakışı bir nahlini yakış götürmüşsün sigimen dep durulsun mümkün. Bu anlayıtı bağlan da cemiyette. Fahtat الشرع بأن جعلها محظورة في هذا المعنى على التأبيد. Şuna şeriat aşı ayolning ham ayolning urug' tuqqanning ota-onasining oilasining manfaatini ko'zlab, mushu masalada ayolni abadiy holatda buni tasarruf qilolmaydigan qilib qo'ydi. Bunda desak bo'ldi deydi. Ma'anna ma yalhaquha min al-'ari fi ilqa'i nafsiha fi ghayri mawdi'i kafa'atin yatatarraqu ila awliya'iha. Yani onun usiga bu ayol bir noahligi tegib qolsa, bu ayolga ziyon yetmaydi, balki uning urug' tuqqanlar ota-onasining oilasiga ziyon yetadi. Ardımız geldi de falan aşı oğru karakçı muşun adamın kuyogla ya aşının kuyoglu kılıptı dep setti bu aşın. Lakin yekfi fi zalika en yekuna lil evliya el fasl ev el hisbe. Mana eğer bunda ardımız geldi ahval bolsa, evliyala bunda ahvalda nikah kılıtalaydigan bolsa muş kifaya şuna. Ardımızdan az ziyandın saqlanıp qolib oldu. Yoki eğer buzatmasa hisbe qildi. Hisbe adamımız ibarat ihsan. Bizning o'tin eksichi bir ish qildi yani. Mesela apçılık açtı var bazı nahiyler şimdi. Appasa, aplı endi biz xalq adamlar biz zabrayımız olmaydigan bo'ldi. Voy kilandan toyanlık qo'ydi deb ham kasmon ko'tarib qo'ydi. Anqishib appasdan ham yaga jilib chiqdi. O to'g'ri emas. Boshqaning qizini appasdan ahli bo'lsa, o'zining qizimi billa shunday yigit bilan qishib ketgan ahli qiz bo'lib qoldi. Ular kafa oldi. Lekin a ish yigit qiz ishkilisiga qarta to'g'ri emas. Aqich ham otani majburlab turib, atoni qildirishdan iborat. Demak, bu yerda ya evliya munda ziyoratga ahvolda evliyaning qo'lida nima ish bor? Ya bekor qilishga urinadigan gap yoki ihtisob qilib chidab, an munda berishimiz munda bir kulfat balay musibat kelibdi. Alloh taolo ajr beradi buni chidaydi deyishdan boshqa yo'q. Yani ihtisob. Hasbunalloh deyishdan boshqa. Hasbunalloh nima vakilda Alloh taolo ajr bersin bunga. Biz shunda nasar kuyovga mubtala bo'libdimiz hamda chidaydi deb ziyanni ko'tarishdan iborat. Onu başlıyor. Bu hizmet nimede ibaret? Bu bir işine, bu cepane ya, ziyanını tatmaz. Ecrini Allah da alamaz. Diyenge. Sonra muhtesib diyen bu, cemiyette mesela beraber çatak işi görse, aşınga kerip çıkıp, dadillik bilen bunun karıştırıp, ya ki zulüm usrallığı yardım verip, bunda bir arılışık adamını muhtesib diyen. Yani bu ecrini Allah'ın kütüdür. Sonra cemiyette mesela birisi başka bir adamga mesela cındı kembiri atkan, mesela yedi işli atkanın köğüsü mü? Yani nümikarim da ketme, ihtisaben anıga da artışının koyuşu savablı iş. Sonra burun cemiyette indi hisbe vardı. Hisbe deyin cemiyette bunda çarlap yürüdüğü adam vardı. Bu çarlap cemiyette Allah'ın şeriatı zıttı olan ayından onu köse Allah sevap basımız geldi. Bunun artışıp emir maruf kılıp nehyan mümkünü kılıp. Hükümet tohtup maaşırıp bunda onu köse alın bunda çeklanlarda uğurlaştırıp koyulan kadirildi ibaret. Bu emel ibadetten de Allah'ın alıdığı ecrini közlep kıysa ihtisap oldu. Şuna eseri geldi o. Ni ahtesibu nevmeti kema ahtesibu kavmeti. Kılsam mı varmış o kılışımın karta Allah'ın ecir tileymeyi. Dima sözünün sözümü ki. Ya çuğutsa, çuğut etiraz bulup dava açsa, ya ki bulaptan da, haberleşmeyi de koyup koysa diye.
Vel mes'alatu muhtamilatun kema tara. Demek bunun da mana kıyas delillerini seliştirsem mi iki tarafı ihtimallik görünüp durdu öyle. Lakinnellezî yaglib alad-zanni ennehu law qasada ash-şari' ishtirat al-vilayati labayyana cins al-awliya ve asnafahum ve maratibahum. Lekin ko'ngilga kelib ig'irvasagan narsa shuki, shariat agar valini shart qilgan bo'lsa, bu valining jinsini munda sifatlik deb bayon qilib qo'yadi. Uning bayonini kechiktirmay. Chunki bayonni kechiktirib to'g'ri emas. Fa idza kana la yajuzu alayhi sallallohu alayhi vasallam ta'khir al-bayan an waqt al-hajati wa kana umum al-balwa fi hadhihi al-mas'ala يقتضي أن ينقل اشتراط الله عنه صلى الله عليه وسلم. Yani muşu meselede velini şart diyen zaten muşu meselede Resulullah'ın bir körsetme kiliş gerek ama. Çünkü her bir Müslüman hayatında bununla düş kıldığın mesele. Bunda turğuluk Resulullah'ın tevatür şeklinde ya tevatür yakın şekilde sahih yoluyla nakl kılınmagan diken bu çağda ne deyiş gerek? İki nasidin başka şarı yoktu. Ya unda oldu ya bunda oldu. İki nasidin birisini etikad kılış gerek. Birincisi imma ennehu leysetul vilayet şartan fi sihhatin nikah ve innema lil evliya el hisbe fi zalik. İkinin biri mağduruydu. Vilaya, velilik bu nikahın doğru oluşun şart emas. Bu veliyle zaten çıdap, mağul demekten başka çare yok. Deyiş, birincisi. İkincisi ve imma imkâne şartan. İkincisi şart deymiz. Eğer yakın bir veli turup, jiraktırak veli bu toyunu koysa, bika, nisab emas diğerlerinin karşı aciz deydi. Demek hazır bu muallif, Müşanifi mezhebinin, yakışmamız Davud-u Zahiri ma tarafının karşını güçlendiriyor. Şunun mayılrak ki. İbn Qasim'in oluşu. Şafii'nin Hanbali mezhebininki mezhebini kullamadı. Bu mesele intan eğilmeslikle müşahit olsun mu? Wallahu a'lemu bis-savab. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etûbü ileyk.